Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun bir jiddiy ehtiyoj bilan hech qanday oldin uchirmay ekranni eshib qoldik. Buningdagi sabab men oldingi bir necha qatimliq programmalarda shu surgundagi hukumatning 11-oydagi qurultiyi to'g'risida programma qilgan. Buningda Abdulahad Nur Qarim bilan Ümit bilan, Elyar bilan, Salih Xudoyor bilan ayrim suhbat qilgan bo'ldik. Endi hammamiz nihoyatda zo'r umidda, ya'ni 11-oydagi qurultay inshaalloh bir g'albilik taqdirliq o'tsa, xalqimiz uzundan buyon umid kutayotgan bir kuchlik ommaviy asosi bor hukumat barliqqa kelsa degan umidni o'ttirgan. Bizden endi bir ish qilmig'imiz azaldan shundoq oson to'xtamaydi ekan, gapning ochig'i. Yaqinda shu surgundagi hukumatning 11-oydagi qurultayiga tayyorlik ishlaridimi ba'zi fikr ixtiloflari, ba'zi ko'z qarashdagi o'xshamasliklar va hatto ba'zi g'avg'olarni anglab qolyapmiz. Asli hukumat ichida bo'ladigan ishlar hukumat ichida qolsimi bo'lgan, ammo bir qism uçurlar sirtqa chiqib ketganmi bo'ldi. Hozir endi shu bir necha kunning yog'i men salbiy g'ayrilikni his qilgandan keyin hukumatdagi qarindoshlarim bilan aloqa qilgandan keyin ba'zi ahvollarni ommaning oldida, butun dunyodagi uyg'urlarimizning oldida bu o'xshamaydigan ikki fikrdagilar o'zaro fikr almashtirish yo'li bilan bir o'rtoqlikqa kelish, ya'ni aradaki ixtiloflarni hal qilib o'rtoqlikqa kelishga tirishish uchun bir debate, ya'ni mundushish deydi, munozara demayli, mundushish. Chunki hukumatdagilar hammasi qarindosh, hammasi vatan uchun, millat uchun jinimiz fido qilayotgan qarindoshlar. Ular orasida ancha-muncha talash tortish bo'lishi, fikr o'xshamaslikdan bo'lishi nihoyatda normal. Ammo buni qandaqdir jangi mojaro, g'avg'o deyish menimcha to'g'ri emas. Düşünümenki bular öz içindeki fikir ixtiloflarini hal qilib, shu 11-oydagi qurultayning g'albilik ichidasiga shu o'xshamaydigan fikrdagilar hammasi qo'shiladi deb o'ylayman. Bugun ekranimizda ikki mehmon bor. Birisi Salih Xudoyor qarindishimiz, yana birisi Ümit Sabir qarindishimiz. Ümit Sabir Uyg'ur qarindishimiz. Bularni tanıştırışdan hiç haceti yok. Hammanlar abdan bilisizler, abdan tanışlar bularni. Bugün endi dostane paranglışımız, akufkadek paranglışımız, aramızda her qandaq ziddiyet bolsa, hal qilishga tirishimiz. Asli bay degandek bu ishlar ommaga deyilmay ishga qismda bo'lsa yaxshi bo'ladi, ammo ehtiyoj bo'lganlikdan ekranga chiqishga majbur bo'ldik. Oldi bilan ben ikki ko'z qarash jihatida ancha-muncha ixtilof bo'lgan ikki tarafdan har ikki tarafga 5 minutdan vaqt bermay, ya'ni bu ixtilof nima zodi oranglarda kelishmaslik nima? Buni qisqacha bak uzun so'zlasanglarmi kerak emas, chunki jiq jarayonlarini so'zlab kelsak vaqt yetmaydi, bak uzun vaqt ketadi. Ixcham qilib 5 minut ichida so'zlab bo'lgandan keyin yana tafsili nima qilish jarayonida o'zaro tushuntirish jarayonida yana ba'zi nuqtalarni ayrim tushuntirishga to'g'ri keladi. Ana shu chog'da yana tushuntirsak bo'ladi. Oldi bilan inim Salih, sizdan boshlaylik. Siz bir so'zlab o'ting. Bu abay degandek shu fikr o'xshamasliklari jihatdan nima ishlar bo'ldi? O'zingizning o'ylaganlaringizni so'zlab bersangiz. Hammamiz ma'lum bo'lgandek 4-oyning 21-chi Amerikada ochilgan oliy bu yig'in bilan hukumatningki hukumatningki kuchlanishini, xalq ichilishining nimasini, xalqni butun xalqqa vakillik qilamiz degandiki, demokratik usullar bilan xalqni achirish kerak deb men u fikrni o'tirib qo'ygan edim va qurultayning Amerikada o'tishiga u fikrni o'tirib qo'ygan edim. Şu vaqtda cho'nglardan bir qismlari bunga qarshi turdi, u yollar bildi, unda bildi, bunda bildi deb. Ben dedim, mayli, u yollar bo'lsa-mu biz bu u yollardan xalqimizni vakillik qilamiz degandan keyin xalqni achirish kerak.
ishni ichish kerak deb o'rtaq ularni qoyil qo'ygan. Va yana shu ishni ichish masalasida hamda teshkirish masalasini o'tirib qo'ygandim. Shu yerda ham shu nomzodniki yangi millat vakillariniki hammasiniki teshkirish qilib axloqiy jihatdan, ideologik jihatdan ko'rinish to'g'rimi, xatomi, salbiy bizniki davomimizga ziyon keltiradigan ishlar bormi yo'qmi buni surishtirishda. Hamda buni qilgandan keyin boshda yaxshi bo'ldi. Ham butun dunyodagi hamma xalq buni nihoyat tushundi va bir muncha xalqlar bizniki xalqimiz bizniki millat vakillik nimalarni to'ldirib evatishga boshladi. Ondan keyin bu yangi vakillardan bir qismlari ko'ngillar bilan bir yerda chiqisholmaydigan yerlar bo'lib ketdi. Ba'zi qarindoshlarimizniki bu teshkirish qilgandan keyin ba'zi yerlari bizniki davomizga hukumatga to'g'ri kelmaydigan yerlar bo'lib qoldi. Shuning bilan ularni shu qonunniki qo'shimcha qonunniki qanchinchi moddasi 6. maddasiga uygun teshkirish qurilishi 6. maddada iltimos qilib millat vakili qabul qilgan va Sharq Turkiston surguni hukumati kirganlar asos qonunni qabul qilgan hisoblanadi. Hukumat kirib qolgandan keyin o'xshamagan qarashimda asos qonunga xilof fikr, ideya, qarashlarni targ'ib qilish, asos qonunga xilof qilish hisoblanadi va bu xatolikni sodir qilgan ogohlantirdi. Kuzatmasa xatosini tushuntirganlar millat vakillarini qoldirildi degan gap bo'ldi. Ba'zi qarindoshlarimiz shu qonunga xilof qilgan yerlar bor. Ba'zilarniki shu axloqiy jihatdan o'xshamagan yerlar bor. Ba'zilariniki xato ishlarga chetilib qilib, masalan, birisini Suriyaga berib qolgan o'sh bilan uni chiqarib o'tgan bir qarindosimizniki xalq kim o'xshirimiz qarata ular Xitoyniki ba'zi konsuldagi odamlar bilan kurashib turgan gaplar so'zlar bo'ldi. Shuning bilan hukumatning obro'yini saqlab qolish uchun uni da'voni menchilik kirmasin deb ularga chiqilish qarorini berdi. Bunga ba'zi qarindoshlarimiz qarshi turdi. Lekin yana ba'zi qarindoshlarimiz partiya sistemachirimiz buni qilamiz deb mojarolar bo'ldi. Ben doim deb keldim. Buni qarindoshlarga nurg'un deb keldim. To'g'rimi dedim, WhatsApp'im dedim. O'tganimda dedim, bizniki birlam dushmanimiz bor, u bo'lsa Xitoy va uniki ishg'oliy kuchlari. Birlik kerak. Bunda urush degan to'xtaydi. Bizga pokiza odam emas bo'lsa, ularni ma'qul deb chiqarib o'tish kerak. Chunki kichikina bir Sovetga olma bo'lsa, bir o'tirdik olma qolgan bo'lsa, siz olmani tashib etmasak, Sovetdan qolgan olmalarimiz yeyilib ketdi. Yoki qo'limizga zarar bo'lib ketib, qo'limizni kesib etmasak, butun badan zararlanib ahvollar bo'ladi. Shuning uchun ashunda ba'zini chiqarib o'tish kerak deb qo'ydim. Bu ham bexatarlik nuqtasidan bexatarlik bo'lgandan keyin, davlat bexatarlik bo'lgandan keyin bizga sistemlik soqchimiz, istixborotimiz, bu nimalarimiz bo'lmagandan keyin, ularni tutib jazolash imkoniyatimiz bo'lmagandan keyin shubhali kishilarni ozroq bo'lsa-mu davomizga yoki davlatning hukumatning nimasiga ziyon yetkazib solgan kishilar bo'lsa, ularni chiqarib o'tish kerak deb chiqarib buni vaqtida degandim. Teshkirishning suvini o'tirib xalqni qo'ydik. Boshqa nima qilsa nima deyotgan xalqning fikri matbuotda sal kechikib ketdi, ammo buni fikrni ya'ni shu Ilyar apanning o'zi deganda Xitoylar o'ziniki odamlarini tashkil etib, masalan, Uyg'urlarni ishga olsa, u Uyg'urlarniki oila ta'vatlarini, qonlarini, turmushlarini tashkil etib, ularniki sadoqat bilan odamlarni tanlaydi. Shuning uchun biz o'xshash qilishimiz kerak. Chunki bu da'voga 70 yilning yo'li nima uchun da'vosimiz aqmadi degan chaqda shunda biz teshkiramma yoki shunda xato fikrlar bo'lgan va yoki xato tunishlar bo'lgan kishilar aralashib olib ishni shunday kunga qilib
Hamda hozirgi masalaga kelsak, bu yerda ba'zi qarindoshlarimiz o'zligidan nomus qilib shu hukumatni parchalash uchun chegaraligini hokimiyat qilish bilishning chegan maqsadni o'tirg'i chiqib qolganlik uchun chiqib ketdi. Ba'zilari hukumatni qo'llab chiqib ketdi. Keyin ba'zi qarindoshlarimiz buni yana achirib oldi. Istiqo berib qolganini yana achirib oldi. Shuningga ujidel bo'ldi. Ondan keyin men dedim 24 soat bir turayli qarindoshlar shikili tarafda dedim. Men bu yerda G'ulomning tarafida emas yoki Ilyar apandimning tarafida emas. Men har qanday chog'da men doim deb keldim. Men Birlam tarafda, Sharq Turkiston xalqining tarafida, Sharq Turkistonning mustaqillik tarafida, hukumatni kuchlantirish uchun qo'limdan bor qilayotgan kuchni qilyapman. Ammo ba'zi qarindoshlar afsus sirtdan o'ynayotamdi yoki boshqadan qilayotamdi bilmaymiz. Ammo bir mojaroli bo'lib ketdi, urushli bo'lib ketdi. To'xtanglar desam unimidi. Ondan keyin ba'zilar bir urush qilgandiki ayirib chiqib ketdi. U bizniki qonunimizniki 8. maddasiga mana qo'shimcha qonunning 8. maddasi xiloflikqa chiqib ketdi. Men dedim qarindoshlar jidalni qilmaydi. 24 soat dam olayli, qilib qilayli desam unimidi. Shuning bilan men mo ishkili nima qilmay shikapli jim o'tirdim. Undan keyin o'zlari ishamikin bu cho'nglarning aralashib olmay, beshimizdan qilmaydi deb o'tirdim. Keyin bizniki mana bazı chet tillik mehmonlarimizning da'vat qilgan to'q mayli Turkiyadan bo'lsin, mayli boshqa yerdan bo'lsin, Sharq Turkistonlik emas mehmonlarni. Ular otelni kimsin so'ragandi. Men buni cho'nglar dedim. U dedi nimani Umid apandini nimasi vazifasini elbette o. Shuning uchun siz hotelga berib so'rab keling dedi. Shu nimani qog'ozni beramda deb bermam deb. Chiroyli hotelga bordim. Men qanchalik yatak ağalıqımızı tutmayma deb baramsiz desem ya Umid apandim bilan kelishim qilgandim. Men Umid apandimdan ruxsatlanmay turib qilolmayman dedi. Shuning bilan men bosh ministrimiz Abdulla Hattamallarni tilto'qib manda dedim ayol dedim. Shu ayolning yanida Ondan keyin dedi men Umid bilan so'zlashib, Ashli bilan so'zlashib deb bo'pti dedim. 24 soat ichida so'zlashim men ayol bilan ko'rishib qolib dedi. Ondan keyin o ayolga yatakni ko'rmagandan keyin yatakni kirib qo'ydib, yatak zalni mehmonlarni kirib qo'ydib qarasam shu bir yalam yatak, bir karavotlik yatakli ekan. Men dedim bu ikki karavotlik yatak quralim hozir ko'rim shu edi. Undan keyin so'ba qo'yib quralim dedi, ma'qul dedi. Zalni ko'rdik. Misal davom qilamiz bu ichki ishni biz o'zimizda hal qilmaymiz degan. Ondan keyin men u kechasi hal qilamiz deb Haza yetvasam bir muncha yerdan ba'zida bilinmagan nomerlardan, ba'zida birisi Yaponiya nomeridan, birisi Qozog'istonniki nomeridan, birisi 33 nomeridan telefon qilib meni xoin deb meni og'zimni buzib tillaganli bo'ldi. Men tushunolmay qoldim nima ish bo'lganligini. Undan keyin Umid Sabir apandimniki ovozini yo'llab qo'yibdi. Ovozda Umid Sabir apandim mayli ochiqligida bo'lsin, mayli nimada bo'lsin, men to'g'riliq tuhmatda bulunibdi. Shuning bilan men advokatim qildim, chunki men zarba berayotgan, men shunda tuhmat qilayotganlar oz bo'lmagandan keyin majburiy jonli bo'lsa chiqib soxta azli bilan meni nima turib ketganim sulatgan yerlari bo'ldi. Ba'zi turkiy kishilar. Shuning bilan advokatim dedi sen anda gapda bo'lgan tuhmat qildingmi, tehdit qildingmi, anda qildingmi dedi. Yo'q, men qat'iyan unda qilmadim. Sen unda olsa sen atash hotelni telefon qilib o'zim so'ra. Men sizlarni shunda tehdit qilib bekatlik bilan o'zimni bekatlik etib insanlar sizlarni sort qaptiraman, ochib dedim. Mo desam, va gap so'radi deb, o'qib qo'ydim. Uni report qilib oldi chunki Amerikaniki qonunda sen so'zlashayotgan bo'lgan report qilish haqqi bor. Qarshi taraf bilimizmi Virginia DC atrofida bo'lgan seni gapni ba'zida bo'pti deb advokatniki anglab telefon qildim. Bu ayolga qat'iyan unda ishti bo'lmadi. Bu ayolga yana dedim rahmat tushuntirib qo'yganligim uchun chunki bizning hukumatchilarmi buni bilinmay qilib soliy rasm qildim o'qimay qolgandi. Meni o'salar vaqtida o'qib qo'ygandi deb tushundirdim bularga. Ayolga ayol diyor men shohidki siz bunda
meni yoki boshqasini to'xtab turib aziz qilaman degan yeringiz bo'lmadi. Tushunolmadi. Men dedim, "Bo'pti, biz ichki jihatdan buni hal qilamiz. Rahmat. Shu hotelda yana davom qilishimiz bor. Bizga bir necha soat vaqt bering. Men cho'ngli bilan ko'rishib buni hal qilamiz. Sizga telefon qaytaraman" deb shunday bo'lgan. Uni xalq anglitib qo'ysangiz anglitib qo'ya olayman. Undan keyin yana men dedim, shu Ilyar apandim bilan 2 soat tungan qaranglashib, ziddiyatni to'xtayli, u yanlarni to'xtayli, xalqni bilib, parlamentda chiqib bilib bo'ldi, bunday qilmayli, bir yerda etish kerak. Ani sizlar o'tkazib turinglar. Men shu Washington DC'da bo'lgandan keyin, mening mahallamda bo'lgandan keyin Ilyar Umid apandim jiroqdan kelib, har necha soatda 10 necha soat mashina haydab yurmisan. Men mushadilni chiqla olmayman dedim. Undan keyin ba'zining insirab ketayotgani bu Umid apandim ba'zilarni o'tganda chet ellik mehmonlarimizning ismini gapirishing kerak deb talab qildi. Men dedim, "Qapolmaysiz, gap bermayman, chunki ular chet ellik mehmonlar mayli Amerikalik bo'lsin, mayli boshqalar bo'lsin, bizning qilganligimizni hech kim demay turing" deganda. Shuni men ishonmadim, unday qilmadim deb takalishib qolgan to'q. Ya bunda emas, uningki mushunda taklifda bulungancha unikini taklifni hurmat qilishim kerak deb tushundirsam, men o'zimni qildim. Kelsa uni chig'iz bilmayman, unda qilmayman deb. Shuning bilan bizma insirab qoldi, cho'ngim insirab qoldi. Shaxsan men Umid akamniki bunda hurmat qilganligini shaxsan men hech bir o'ylab boqmagan. Bunda qilganlik. Boshqalar qilgan bo'lsa, masalan, boshqa tuhmat og'zini gap qilganlar bor, to'g'ri bo'lsin. Gruplar ichida. Ular qilgan bo'lsa, bu chilikning ketmaydi. Ammo Umid apanimning bunday qilganiga men nayt afsuslanib ketdim. Bunun bilan men bir necha yildan maslahat qildim. Dedi, unda bo'lsa, shu o'tkazib turishni talab qilaydi. Unda keyin u yerga berib qo'ygan chog'da Umid apandim kontrakt mening qo'limda, buni chigizga qo'ymayman deb o'tirib deb. Chiroyli buni Ilyar apandim bilan 2 soat qaranglashdik. Hozir qadar ya xalqqa tushuntirib, meniki Salih qilgan tuhmat edi, yolg'onchi, qapolmaysan deb kechirim qilgani yo'q. Hozir qadar yana xalqdan planlar, ba'zilar meni xoin deyapti. Chunki 5-dagi gibida Xitoy manda buzg'unchilik qilganda, anda buzg'unchilik qilyapti, hamda mal Salih manda qilyapti degandiki ba'zilar meni shu Xitoyning deb o'ylayapti. Men doim bir yerda tushunishni, doim bu hukumatning bir qilishini, asosan mening tushirish maqsadim bu hukumatni kuchlantirib, da'vomizni to'g'ri yo'lga mang'izishdir. Bo'lmasa men bu yerda chirib 5 nafar tuymayman. Hikoyaning yozgan qarindoshlarimga dedim, bir ish qilaylik, bu fotoldashni to'xtatib, bir amaliy bo'lsin, bir vaqt vaqtimizni chiqarib, shanba kuni bo'lsin, bir teşviqat varaqını taqtaylik desek, ona hech kim bir sado qilmadi. Ya'ni shu jigalni qildi. Ben ularga pek aralashib ketmadim. Ammo eng nuqta kelgan chog'da men sukut qilib o'tirolmadim. Haqiqat shu. Tamam. Salih apandininki tushuntirishni qisqacha anglab o'tdik. Hamda Umid apandim, siz bir o'zingizniki ko'z qarashini so'zlab o'tsangiz. Bo'ladi. Assalomu alaykum butun Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Alloh yaxshi tugansizlar inshaalloh. Assalomu alaykum Salih inim. Assalomu alaykum Jasorat. Alloh yaxshi tugansizlar. Salih meyadamda ovozni sal ostroq gap qilishga majbur bo'lyapman. Chunki men bir universitetning ichida men yo'lda ketib qolgan, men tuyuqsiz o'rlashtirish programida bir universitetning ichiga kirib shu yerda paran qilyapman. Salihninki oxirgi gapidan boshlayman. Agar mening gaplarimda seni Xitoy bilan ishlayotdi, u bu degan gapni shundoq tushunib qolgan qarindoshlar bo'lsa yoki sen shundoq tushunib qolgan bo'lsang, shundoq tushuncha berib qo'yganligim uchun xalqimning oldida va sening oldingda men kechirim so'rayman. Nima uchun deganda, bu yerda men bu mazmunda seni Xitoy bilan ishlamaydiganingga o'zimga ishongandek ishonaman. Endi bu yerda nima uchun Xitoy buzg'unchilik qilish ehtimoli bor, Xitoy buzg'unchilik qilyotdi deganni hammamiz bilamiz. O'sha yig'inninki, o'sha qurultayning hozirgacha
muvaffaqiyatlik ichilmasligi uchun Xitoy qo'lidan kelganini qilib keldi. Buni sen Salih inim sen tegim undan bilsa. Va yolg'iz bu Sharq Turkiston surgundi hukumatiga emas, Sharq Turkiston Uyg'un şirkati sening o'zingning tashkilotig'imi hozirgacha qilingan dushmanliklar oz emas. Seni chaqirilgan yig'inlarga chaqirib qo'yib keyin so'z bermasliklari va seninki nurg'un oldingni to'sishlar bu masalalar bu tasodif masalalar emas. Buningda Xitoyning qo'li va masala. Buni sen mendan undan bilasan. Bu birinchi. Shuning uchun bu yerda oydinlik keltiradigan narsa sening Xitoy bilan birlashib turib bu ziyonkashlikni qilmaydiganingga yana takror davotay. Shundoq tushuncha qolganlar bo'lsa, men Salih sana men o'zimga ishongandek ishinaman. Bu birinchi. Shuningdan boshlay gapimni. Endi sen boyi nurg'un yaxshi mazmunlarni o'tirib qo'ydingmi shu hukumatningki birlik, barobarligi va dushmanimizning birli dushman ekanligini. Buningda 100% sen bilan qo'shilma. Bizning dushmanimiz birla. Biz hammamiz amaliyotda seningmi mening ko'nglimni og'ritgan taraflaring bor, ammo men seni kechirib o'tdim. Sening menga noiti hurmatsizlarcha vaqirgan, jaqirgan vaqtlaringda men shu vaqirab qolmay deb telefonni qo'yib o'tgan vaqtlarim bor sana. Nemishga degan chaqda bu yerda bir da'voning odamlari biz hech qachon bir-birimiz bilan dushmanlashmasligimiz kerak. Bizning dushmanlashilgan hech nimamiz yo'q amaliyotda. Bizning birli dushmanimiz bor, u bo'lsa ishg'olchi Xitoy. Bu yerda mayli o'ttirimizda qanchalik ko'ngilsizlik bo'lsin, o'ttirimizda qanchalik masala o'ssin, biz bir-birimizni kechirib o'tishni o'rganishimiz kerak. Xuddi men seni va boshqalar bir-birimizni kechirayotgandek. Ammo bu yerda bo'layotgan narsa hozir men hozirgacha seningdan hatto sana ayrim men so'z qoldirib qo'ydim. Hozirgacha seningdan men ranjib boqmadim. Nemishga degan chog'da bu yerdagi cho'ng xatoliklar biz shu cho'nglar deb sen bilan biz ishinib ketgan cho'nglarniki xatoligidan kelyapti. Men boshdan dapiray. Sen men abay nayta yaxshi tushundim. Bu yerdagi eng cho'ng masala nedan chiqdi deganni jasorat qarindoshimiz yaxshi so'radi. Eng cho'ng masala nedan chiqdi desam 10-oyning 6-kuni biz şu hammamiz kelishgan 4-oy, 3-oylardan tortib tayyorlik qilayotgan, şu bulutdan tortib tayyorlik qilayotgan vatanimiz şu Sharq Turkiston surgundi hukumatimizni xalqqa ichish, xalq egi chiqsin. Xalq egi chiqmagan hukumatni hech qanday odam qo'llamaydi. Xalqqa oqisda bo'lmagan hukumatni bo'lolmaydi degan falsafa ko'zqarash bilan hammamiz bir yerga kelib bu yerlik saylovlar orqali ayni vaqtda 4-5 odam qolgan hukumat, ya'ni G'ulom Usmon apandi, Abdulahad Nur, Hoji Ahmad apandi, men Ilyar Shamsaddin apandi qolgan oxirida. Shu 5 odamga G'ulom Usmon apandi biz opchi istifa beraylik. Biz bu 5 yilimiz hukumatdan istifa beraylik degan chog'da bu istifoga qarshi chiqqan odam men va Ilyas Shamsaddin apandi. Va G'ulom Usmon apandiga biz shuni degan. G'ulomga istifa deganga taslimiyat. Bu bir insonningki bajariksizligini ko'rsatadi. Mag'lubiyat bizga yarashmaydi. Biz oxirigacha bir inson qolsaqmi, shu hukumatda bir odam qolsaqmi, shu hukumatni davom qilishimiz kerak deb oxiri yerlik saylovlar bilan bugun mana 60 milletvekilidan ishib ketdi deb ba'zi milletvekillarininki qabul qilamagan taraflarimiz bor. Buni sen mendan undan bilsin. Endi masala nereden keldi degan chog'da biz shu ayni vaqtda 5 odam qilib bu hukumatdan paramparcha bo'lib ketish oldida turgan hukumatni shu 5imiz saqlab qolgan. Shu hukumatninki ahamiyatini, inovatini bilganligimiz uchun, xalqimiz uchun mustaqillik da'vosi uchun bu Sharq Turkiston surgundikininki muhimligini, qanchalik muhimligini bilganligi uchun biz shu istifoni bermay yerlik saylovlar bilan bugunga keldik. Endi yerlik saylovlar shunchalik yaxshi o'tdi, hamma davlatlarda nihoyatda chiroyli yerlik saylovlar bilan millat vakilimiz 60 dan oshgan bir sharoitga kelgan vaqtida endi bu tanlash millat vakillarininki oq ko'rinishini tekshirish ilib berildi taftish orqali. To'g'ri. Buningda menmi taftishda bor edim. Men taftishdan hozir aniqlik o'tay, men taftishdan istifa berib chiqib ketgan xil bo'ldi. Qachon chiqib ketdi degan chog'da
təftişdə adalatsizlik yüz bergan vaqtida. Sen bayıda ötüp ketdin bazı qarindoshlarimizni biz oq ko'rinishida ba'zi masalalar bo'lganligi uchun, masalan Suriyaga berib qolganligi uchun shu qarindoshlarimizni hukumatning inovatiga daxl etmasin deb chiqarib o'tdik. To'g'ri. Sen təftişdə yo'q, amma men təftişdə bor. Təftişdə bo'lganligimiz uchun shu qarindoshlarning hukumatning inovatiga daxl etmasin degan asosda chiqarganga menmu bo'ladi deb okey o'yini qo'llangan menmu. Nima uchun? Shu hukumatning inovati uchun. Endi sen hukumatning inovatidan so'z ochmoqsa, men shuni sendan so'ray. Hozir javob bermasam mayli, keyin so'zni navbat san kelgan javob bersang oldi. Suriyaga beribdika degan bir isbot bilan Said Akram efendini hukumatdan chiqarib etdik. Men ismini ataverma deydi. Chunki millatimizning oldida yo'chiradigan narsa. Said Akram efendini Suriyaga yuribdika deb hukumatdan chiqarib etdik. Ammo bu adolat, bizda shu adolat bo'lsa, nima uchun Ablat Nur chiqarilmaydi? Ablat Nurmi Afg'onistonda qo'shinda turgan, Hasan Maqsumning yonida turgan. Bu nima uchun chiqarilmaydi? Bu bir. Biri shu adolatni so'zlayotgan Ablat Nur taftishda. Buni yaqinda o'rgandik. Hasan Maqsumning yonida turgan-ki. Ya'ni Sharq Turkiston mustaqillik harakati degan bu mustaqillik partiyasi degan tashkilotni Amerika terrorist listasiga olgan bir tashkilotda turgan odam bizningki taftishimiz. Endi yana bir masala bu yerda G'ulom Usmon apandi 2 kunning yog'i o'zing bilsa Nazi Hitlerninki Nazi partiyasiningki SH'larni misol qilib turib Nazilarning propagandasini qilyotdi. Ya'ni Sharq Turkiston surgun hukumatiningki sobiq vaqtliq ministr Cumhur raisi. Ya'ni aymanmay, hech qanday ikkilanmay YouTube'larda hamma yerda Nazi propagandasini qilyotdi. Sen bir Amerikada cho'ng'igan, Amerikaningki madaniyat, Amerikaningki bilimini cho'ng'igan bir bola. Endi sening atrofingdagi seni qo'llayotgan amerikaliklar mushu Sharq Turkiston mustaqillik davosini qo'llayotgan Amerika G'ulom Usmonningki biz Nazilarning SH'larningki uslubini qo'llanib, bizning fikrlarimizga qarshi chiqqan odamning pochig'ini kesishimiz kerak, pochig'ini sundirishimiz kerak. Biz ularning oilalariga tahdid ishlatishimiz kerak degan bu terrorlik, bu fashist, bu mafiyachi gaplarni qilishi, senchi bizning hukumatimizning inovatini to'kmanda, senchi bu bizning mustaqillik davomimizga ta'sir etmanda, buningga nima uchun qarshi chiqmaysan? Bu bir savolim. Keyin javob bersang bo'ldi. Bizning hukumatimizga eng og'ir ziyonni berayotgan G'ulom Usmon apandi bilan Ablat Nur. Nima uchun degan chog'da 10-oyning 6-kuni Solih. Biz tariximizda e'tirof qilayli, qilmayli, bizningki ishg'oliyatdan keyingi tariximizda birinchi qatim debat bilan, ya'ni fikr talash bilan saylov o'tkazamiz dedik. Bu yerda sanmi bor, Ablat Nurmi bor. Hozirgacha biz qachon bir qaysi bir tashkilot, qaysi bir bizningki siyosiy faoliyat ko'rayotgan o'rinlarimiz o'zlarini nomzod ko'rsatib turib, o'zlarini tunishtirib turib, boshqa demokratik davlatlarda o'zini tunishtirish orqali men shu vazifaga men talib deb turib o'ttirga chiqib baqqan bir saylov bo'lib baqdimi? Bo'lgan to'g'ri UAE'da ya'ni Uyg'ur Amerika Birlashmasida bir qancha qatim bo'lgan. Ammo bundaq bizninkidek bundaq adolatlik, bundaq demokratik yo'l bilan saylov nizomnomalari bilan bo'lishga urinmagan. Ammo biz nihoyatda saylov nizomnomalariga asosan asos qonunimizdan chiqmagan asosda bu saylovni birinchi qatimliqni hatto 4 soat plan qilgan yig'in o'zing bilasa 9 soat surib ketdi. 9 soatdan qanday o'tib ketganini o'zimiz o'qimadik. Nima uchun? Shu hayajon. Shu birinchi qatimliq bir fikr talash, debat sahnasidanki hayajon. Chunki bizdagi shu da'voga, shu mustaqillikqa qanchalik tashnash ekanligimizdan. Bu yerda sanmi bor? Qachon boshlandi bu masala desam, hatto shunchalik chiroyli maslahatlashib xo'shlashdik sen bilanmi? Chunki riyosatchilikni men qildim. Hatto tunugun 10-oyning 20-kuni sizlar prezident nomzodlari sen Tug'luq Abdurazzoq, Erkin Abdulmut uchunglar
o'zinglarningki saylamda kimlarni o'zinglarning kabinetida kimlarni muavin prezident qilish o'yinglar bor, kimlarni bosh ministr nomzod ko'rsatilgan planlaringlarni tuniga sizlar yo'llamoqchitinglar. Ammo mushu ravg'olar, mushu ko'ngilsizliklardan u ish qilib qoldi. 10 oyning 6 kuni shunchalik chiroyli xo'shlashib ashadi. 10 oyning bu daqiqatimki ikkinchi qitimliq debatda fikr talashda ko'rishaylik deb. Qachon masala paydo bo'ldi degan vaqtida sizlar meni qo'pib hukumatdan chiqarib o'tibsizlar, yo'q qamlashmagan banolar bilan. Ammo qachon hukumatdan chiqarilib bu hukumatda ishki to'qinish qachon paydo bo'ldi degan chog'da 10 oyning 6si tugab 10 oyning 7 kuni kirgan vaqtida G'ulom Osmon apandining shu tog'dan tushgandeklar izdigan vaqtlarimizda oylab topolmaydigan, men tog'da internet ishlamaydi deb bir prezident o'ylab baq. Prezident, ya'ni hozirgi mavjud prezident o'zini nomzod ko'rsatgan bo'lsin, ko'rsatmagan bo'lsin, ammo bizning birinchi qitimliq tariximizda o'tkazayotgan birinchi qitimliq ahamiyatli debat sahnamizga qatnashdimi? Qatnashmadi. Ishlayotdim tog'da internet ishlamaydi ekan deb uni Ablat Nur orqali yetkazdi, qatnashmadi. O'zi qo'l qo'ygan saylov nizomnomasiga o'zi xilof qildi. Ammo nomzod bo'lmasimi mayli, lekin qatnashish kerakdi. Bu yerda o'zi qo'l qo'ygan, o'zi tasdiqlagan saylov nizomnomasiga o'zi xilof qildi. Qatnashmadi, bo'pti. Tog'da ekan xizmat jambaqlisi bo'lmaydi dedi. Endi G'ulom Osmon apandi u qatnashmay internet yo'q yerda qatnashamaydi degan G'ulom Osmon apandi 10 oyning 6si biz shunchalik chiroyli bu fikr talash sahnamiz tushgandan keyinlar Mahira G'o'pirni chiqarib o'tma, Mahira G'o'pir menga tuhmat qildi, hukumatdan chiqaringlar deb taklif sunibdi. U bir taklif. U bir taklifni parlamentoga qo'ysa, parlamento o'y birligi bilan bir taraf qilsa bo'ladigan gap. Ammo uni hapla Ablat Nur taftishga keldi. Taftishda hal qilinmagan ekan, Oliy Kengashga opirman dedi. Chunki bu meni hukumatdan chiqarishimiz deganinglarning meningki vazifamni ilib deganinglarning sababini men senga deb beray. Sababi men shu G'ulom Osmon bilan Ablat Nurning qilayotgan nohaqchiliklarga chidamadim. Bir millat vakili bo'lish salohiyatim bilan men chidamadim. Nima uchun degan chaqda shu 9 soatlik saylam, shu debat bizning kelajagimizda, bizningki ham ashadagi birligimizda, ammo birligimizni bular buzishga urindi. Uringanligi uchun to'xtamay odam chiqarish. G'ulom Osmon huquqqa kelgandan Muğladagi yig'inda vaqtliq prezident bo'lib saylangandimi eng kuchiga odam men. Ammo G'ulom Osmon apandi Muğladagi yig'indan tortib hozirgacha qilgan bir ishini deb baqsalsa. Amaliy bir ish qildimi? Sen qilyapsan amaliy ishni. Az to'lusi biz qilyapmiz. Ammo sen bir misol aytib baq. G'ulom Osmon 10-bultur 2018-yilda Muğladagi yig'inda saylangandan keyin vaqtliq prezidentlikka amaliy ishlarni qildi deb baq. Men agar shuni bilmay qolgan bo'lsam, hech qimda odam chiqaramiz, odam otimiz degan narsalardan boshqa. Endi bu yerga kelsak, shu odam chiqarimiz, millat vakili, xalq saylagan millat vakilini G'ulom Osmonning chiqaradigan huquqi yo'q. Ablat Nurning o'zining qarori bilan chiqaradigan huquqi yo'q. Xalq saylagan. Endi qo'pib u bahona, bu banolar bilan chiqadi. Abay deganingdek Suriyaga borgan ekan, bu odamni chiqarib turmasak bo'lmaydi dedinglar. Fikr keldi. Men to'g'ri ko'rdim. Bu yerda 7 odamning ko'p sonligi bilan Said Akramga men qo'shilganlardan birisi. Fransiyadan bir millat vakilimizni chiqardik. Chunki ayoli vatandan yeni kelibdi. Hozirgacha vatan uchun qilgan hech bir faoliyati yo'q. Uni chiqarishga men qo'l qo'ydim. Bo'ladi dedim. Ammo uningdan keyingilarga men taftishda bo'lganligim uchun men qarshi chiqdim. Safli qarasang, eri bilan xotinining orasidagi jidal yoki u anglab kelgan, bu anglab kelgan miki fitna fasod gaplar bilan shu G'ulom Osmon bilan Ablat Nurga qarshi yig'ib o'tganda G'ulom Osmonga qarshi fikr qilgan odamning hammani chiqarish maqsadi. Bunda ish yo'q. Bu demokratiya bunda bo'lmaydi, bu hukumat bunda mangmaydi, tashkilotmi mangmaydi.
Yana birisi G'ulom Osmon deydiki, biz o'zimiz bilan o'xshash fikrdagi odamlar bu hukumatni tutib turish kerak. Unda ish yo'q, mana bu hukumat bu bir tashkilot emas. Bir tashkilot bo'lsa, biz tariqat qurmayapmiz bu yerda. Agar bir diniy ve tariqat bo'lsa, bir jamoat bo'lsa, uning mayli, u o'xshash fikrdagi odamlar bir yerga yig'imiz desak. Ammo hukumat degan joyda boshqa fikrdagilarni bo'lish kerak. Masalan, sen shu Uyg'uriston deydi, Uyg'uristonchilik qilyotdi degan ba'zi qarindoshlardan seninki ansirashtirang bo'ldi. Masalan, Norvegiyadagi erkin ro'zini sen Uyg'uristonchilik qildi bu dedim. Uyg'uristonchilik qilsa, Uyg'uristonchilik bir erkin ro'za emas-ki bu yerda. Bu bir iqim. Bu bir millatimizning ichida nurg'un nupusninki mingisida saqlayotgan bir ideologiya bu. Ya'ni sen bu yerda Uyg'uristonchi degan Uyg'uristonchilikni o'ttirg'i qo'yganlar bir hukumatning ichida bir guruh bo'la olishi kerak. Bu erkin fikr degan mana shu. Bu Uyg'uristonchilik bu yolg'iz erkin ro'zdan chiqarib olgan narsa emas. Bu butun O'rta Osiyodagi nurg'un bizningki O'rta Osiyoda Uyg'ur nupusimiz jiq. Uyg'uriston degan gap va Qozog'iston, Qirg'izistonlar qurilishdan burun, Sovetlar ittifoqida shu Qozog'iston Respublikasi, Qirg'iziston, O'zbekiston degan vaqtida milliy g'urur bilan bizning respublikamiz bo'simamdi degan o'yga chiqqan, yillardan burun asr ulay degan bir ideologiya. Sen bütün bu ideologiyani Uyg'uristonchilarning hammasi vatan dushmani dalamaymiz. Bu bir cho'ng nupusga ega bir iqim. Endi bu iqimning bo'lishi kerak. Hukumat degan yerda hukumat degan yerda shunday iqimlarning bo'lishi kerak. Hatto Mo'ng'ullarimiz bor bizning vatanda, yerlik bo'lib ketgan Mo'ng'ullar. Qozoqlarimiz bor, Qirg'izlarimiz bor. Bütün bu millatlardan bo'lish kerak, o'xshamagan iqimliklar bo'lish kerak, dinsizmi bo'lish kerak, dindorimi bo'lish kerak. Bu hukumatda G'ulom Osmon mening deginim, mening degan yerimdagi odam kirish kerak bu hukumatga, boshqa odam bu hukumatga bo'lmaydi degan ideyamiz bo'lmaydi. Sen G'ulom Osmonning to'g'ri, sen bir o'qigan bola. Sen G'ulom Osmonning orqasidan egishib ketmaganligingni davatsa, ammo qilayotgan harakatlaringda shu G'ulom Osmonga o'xshash harakat qilyapsa, bu masala shu. Endi masalan shu Ablat Nurning masalasi kelsak, sen Said Akram bilan ikkisini selishtirib 5 minutni so'zlashib qilaylik. Tamam. 5 minut vaqt oldu Ümit Akın. Hazır söz Sadık'ta. Uyg'uristonlikdan javob beray. Hamda hammamiz bu parlament ichiga vaqtda qasam qildik. Parlamentningki o'sha Sharq Turkiston qonuniga bo'ysunamiz deb, millatning manfaatiga uchun kurash qilamiz deb, xalqningki Sharq Turkiston xalqining birligini qo'g'daymiz deb. Hamda Uyg'uristonchilik kelsak, Uyg'uristonchilik biz uchun ziyonliq ekanligini men necha yer so'zlab ketdim. Hatto bizniki birinchi asos qonunning birinchi moddasida davlatning ismi Sharq Turkiston deb yozilgan. Asos qonunimiz o'qigan bo'lsanglar, men hamma qarindoshlar o'qinglar deb uyatib bergandim o'z vaqtida. Qurbet ochqa vaqtida yana uyatib qo'ygandim. Asos qonun birinchisi Sharq Turkistonni ismi Sharq Turkiston deyiladi. Bu ismni ta Sharq Turkiston Cumhuriyeti kelingicha buni o'zgartirib bo'lmaydi deyiladi. 6 moddadan boshqa moddalarni parlamentningki ko'p sonli ovoz bilan o'zgartirib bo'ldi deydi. Ammo birinchi moddaning birinchisi, 6 moddaning birinchisi Sharq Turkiston. Bunun xiloflik qiladi. Ikkinchi irqiy millatchilik, men Uyg'ur. Ammo siz hozir dedingiz, Sharq Turkistonda qozoqlar bor, qirg'izlar bor, mo'ng'ullar bor, o'zbeklar bor, tatarlar bor. Şirketin tarihi kurulgan 100 yıl bo'lmadi 80-70 yıllık tariximizni qarab qalsa, şirketin Sharq Turkiston Cumhuriyeti kuruldu. Şikili Sharq Turkiston Cumhuriyetida ecdatlarımız, devletni kurgan ecdatlarımız irqiy millatchilikka qarshi turgan. Irqiy millatchilikni yo'qtimiz. Aramızdaki hammamiz Sharq Turkistonli, devletning ismi Sharq Turkiston deyilib kelgan. Shuning uchun Sharq Turkiston Uyg'uriston deyishiga qarshi turishim. Chunki Sharq Turkistonda necha yuz ming, hatto necha million ajdodlarimiz, mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli qozoq bo'lsin, qirg'iz bo'lsin, o'zbek bo'lsin, tatar bo'lsin, bu yo'lda jonini berdi, milini berdi, qonini to'kdi.
ve siyasi noktadan, stratejiya noktadan bu bizningki ichki ketimlik meyli dünya itiraf qilgan bo'lsin, meyli itiraf qilmagan bo'lsin, izimiz bor Sharq Turkiston Cumhuriyati. To'g'ri. Uyg'uriston Mushtaqa bir gap qo'shsam sana. turib turing, biz 5 minutimiz bo'lganki, Uyg'uriston nima qildi? Bir 30 yildagi bir Uyg'uriston Cumhuriyati deb bir tengi bor. Men hozir chiqib Solih Xudoyoriston deb tengidan birini yasta olayman. Ammo uni xalq itiraf qildi yo'q. Qatnaşmadı da siz yığıngan neçe adamla qatnaşmadı. 60'dan artıq milletvekillerimiz var ama özünüz bilsiz yaman bolsa 25-30 adam qatnaşdı. Hem de bu Abdullah Damullam'ın ki şirketine geçirdi. 38 adam qatnaşdı. 38 qatnaşıp kirgen chiqqanlar 30 toplam 38. Tamam. O gipini davamlaştırıp olay. Abdullah Ahmet'ne Afganistan'a bağlı töhmet kıldınız. Çünkü ben Abdullah Ahmet bilen bu hususta başkalar bilen hatta bizimki Uygur'un sırtındaki nurgun adamlar bilen sözleşkendim ben. Çünkü bir yerde bir yerde ma dava yani o çünkü dikkat değil meynet onda bunun hatalıklı ötközgenlerini yakındatmasılık gerek de bilgisi bilen. Abdullah Ahmet Afganistan'a berip baktığını yok ki. Kırgızistan Afganistan emas. Menimki bilişimçe hazır o vaxtımı Afganistan Kırgızistan'ı besip algan bir yapı yoktu. Onda bulanmaydı baribir. Şunun için onda bir iş yok. Menimki neçe yerden süreç kılışımça. Bazılar aslında bazı diğerleri bulavatdı. Ama menimki kaynaklarımca onda Afganistan'a bağlı yeri yok ki. Eğer Afganistan'a bağlı yeri bolgan bolsa ben bir yer tuymaydı. Hükümetin çiğneydi. İkincisi, Şarkı Türkistan Müstakillik Partiyası ya ki Müstakillik Hareketi'ne Amerika ya ki başka bir devlet terör teşkilat diyeni yok. Siz bu Şarkı Türkistan İslam Hareketi'ne ya ki İslam Hareketi'ne davatım ben. Davatsız. Şarkı Türkistan İslam Hareketi, İslam nimse İslam Partiyası bu diyenmeler baribir şu Xitoyniki oydurup çıkan oyunu. Çünkü 90 deyman 2001 yılda 11 aydan burun Şarkı Türkistan İslam Hareketi degan biznesi yok ki. Onu tunji qatim Xitoy BDT'deki raporda September 11 vakasından keyin 9 yana 11 vakasından keyin şikayet qilmay turib ani BDT'ga o'tirib qolib kelmiş. Şarkı Türkistan terrorchiligini nimasi tüpeyledim biz shunda aqchko'kchi zulm ta'tibatimiz deb bahonasi bilan bizniki davosimizni qarchaplash uchun. To'g'ri. Hamda bu nimeniki masalasi kelgan chog'da nima G'ulom Osmonov Ahmedning masalasi kelgan chog'da men tilga doim sizlar aplashib g'ulom hujum qilib hamda g'ulom hujum qilish mana o'tkazinglar. G'ulom bilan sen bir deb. Men g'ulom bilan yoki boshqasi bilan bir emas. Men u taraf bu taraf tutmayman. Biriniki men doim deb kelyotganim meniki Sharq Turkistonning tarafini tutman, mustaqillik tarafini tutman. Meniki muxatalık bor. Men u to'g'riliq men sizmi bor. Sizni aldingizmi, aldingizmi chiqitib takallaşıp ketdi. Hatta 4-ayda ulamkan bilan ne chiqitib takallashdim. Chigizini qo'ymaymiz deb kiratlashtirmaymiz. Bundan to'xta esingizda bor. Men G'ulomninki oxirgi videosini qanday qaraysan? G'ulomninki shu natsiyalarni propagandasi haqida. Manda tushundim. Men tushunlay oldim. Oxirgi videosini G'ulom efendim bir yerde bizga hiçbir Uyg'urga biz manda qilishimiz kerak degan yeri yo'q. Sen jasorat men qo'yib bersam bo'lamdi shu videoni. Uni mencha hammadan ko'zga qo'yishning hojati yo'q. Unda mana qilinglar degani yo'q. Tarixda mandalik qilganlar bor dedi. Masalan, natsiyalar manda bizning partiyasi manda nim qilgandi. Bizniki unda kuchimiz bo'lmagandiki bunda qilishimiz notayin. Baribir buni qilay desak, bu xalqaro qonunlar manda shuning uchun umumiy yo'l qo'ymaydi. Agar xalqaro qonun bo'lmasa, baribir bizning Uyg'urlik unda narsa yurak yo'q deb hech narsa debdi. Hamda u deganiga men qo'shilaman deb, yo'q qo'shilmayman. Xato gap qildi. Men dedim, u doim ne chiqdim dedim, burungi gaplar qildim dedim, siz bunday gapni qilmayman. Mayli siz fikrlarga tadqiqot qilishingizdan bo'lsa boshqa bir misollar keltiring. Bundan misollar keltirmang dedim. Ammo
Eng ahir ketim G'ulom Efendim bilan qachon kurashdinglar desanglar, eng ahir ketim shu 7-chi islomu 6-chi islomu 7-chi islom shu vaqtda eng ahir ketim kurashgan edim. Chunki men jidal boshlangan vaqtda men bularga to'xta, ishkili taraf to'xta dedim. Ishkili top qo'ydim men. Bilinib ketgan to'pim dedim, ishkili taraf to'xtayli, bu jidalni to'xtayli. Bunda bilmayni. Ishkili sanlar xap bo'ldim men. Ishkili sanlar yapmadim men endi. Chunki hech kim anlamadı. Bir 24 saat kallamiz charchab ketdi. Bir tamam turaydi desam, ishkili taraf anlamay, yani o'ziniki jidalni o'xshash jidalni o'ynash boshladi. Hamda qonun masalasi kelgan chaqda bizniki qonunda, qo'shimcha qonunda teshkirish nimasi bor. To'g'ri. Salbiy xatolik bo'lsa yoki itibori yuz bergan bo'lsa teshkirildi va qo'g'lindi deb yozildi. Parlament tarafidan qo'g'lindi yoki buning tarafidan qo'g'lindi deb yozilib emas ekan. Ammo bizniki Oliy Kengashniki nimasi qarori qarshimiz Oliy Kengashniki nimalar betaraf qilmagan masalalarni Oliy Kengash betaraf qiladi deb yozilgan qonunimizda. Parlament taraf qilmagan masalani Oliy Kengash hal qiladi deb. Parlament Oliy Kengashda odam to'liq emas, Oliy Kengash ishlavsalligini yo'qotgan, funksiyoni yo'qotgan Oliy Kengashniki to'liq emasligi, ba'zilar istifa berib chiqdi, ba'zilari Uyg'uristonchilik nimalardan, bunda bilginchilik nimalardan chiqarilib ketdi. Agar u bo'lmagan bo'lsa, bunda jidallar bo'lmaydi. Men bu jidalni to'xtatish uchun chiqdim. Ondan keyin qilgan yan bir xatoliklar, sizlarning xatolig'ingiz deyli. Sizlar burun istifa berib qo'ygan, istifa berib hatto hukumatga qarshi gap qilganlar bordi, ularni yana qayta ochiramiz deb bir turkumni ochirib qo'ydinglar. Hatto o'zi biz hukumat ochib o'tgandan keyin buniki ovozi bor. O'ynatib bersan o'ynatib turma. Nima qilib biz hammamiz chirib olni tipish chiqarib yetishimiz kerak deb ashunda o'yin o'ynabdi. Buniki maqsadi hukumat xizmat qilish bo'lgan bo'lsa, men necha qatim deb ketdim. Vaqtliq bo'lsaqmi 11-oygacha biz midilab turaylik. Bizni kultivotgan nurg'un davlatlar bor, xalqimiz bor. Kam deganda bir midilab turaydi. 11-oyda hamma ishni qilaman deb o'ttamay, 11-oyda hamma ishni qilaman deb o'tgan chaqda 11-oyda qilaolmaymiz. Shuning uchun asosiy tayyorlik qilib turaylik desam, nurg'unlarga tilpir qildim. Hammasiga tilpir qildim, to'pladim dedim. Bunda vaziyat ep turinglar. Az bo'lsin, shaklda bo'lsin bir harakat qilib turaylik desam, birmuncha qarindoshlarimiz buningga qarshi raddiya berdi. Unimidi yo'q, biz parlament rais bo'lgandan keyin, rais bo'lgandan keyin, rais bo'lgandan keyin antip chiqarib o'tgandik, mantip chiqarib o'tgandan keyin nima qilamiz dedi. Undan keyin ba'zi qarindoshlar o'ziniki gapini deyolmay, og'zi buzuq kishilar borki, Qozog'istondan bir kishi kichik bolalarning oldidimi ağzını buzub yurdik yani kichik bolalarniki oldidimi og'zini buzib birmuncha tillab qo'yibdi meni. Aşılığı nima qilib yüzü hücum qilolmay menga ba'zi qarindoshlarimiz. Bu ismini atamayman. Men bilib bo'ldim. Ashuniki ovozini menda like qilib, yüz qo'yib, yurak qo'yib ketganligini keyin sizni ko'rdim. O qarindoshlar bilmay mushu atib qo'ydiki, onandiki u tillaydiki, jidal chiqirdiki, onandiki aqsidan uni yo'lab birdiki. Mushunda u yallar bo'lardi. O qarindoshimizniki aqs surishdi desa, ağzını kichik bolalarning oldida ağzını buzdigan, tillaydigan, tuhmat qilgan kishilar axloqiy jihatdan parlament raisi nomzodlik ko'rsatdi. Parlament turishmi salohiyati yo'q. Bizniki teshkirishni qarasangiz qonunlarga. Yo'q. Qarindoshlar birmuncha masalan shaxsan o'zingiz hozir qadar men Xitoyning adimi dedingiz, uni o'tab ketdingiz, ammo sizniki man qilgan tuhmatingiz, masalan Solih berib çektikto degan nimalarimiz tufaylidan nurg'un turib turing. Nurg'un odamlardan tun yerimda menga tilpin keldi. Bir nechasi meni xoin dedi, bir nechasi meni og'zini buzib bunda dedi. Oxiri bu nima gapdi desam, sizning ovozingiz chiqdi. Shuning bilan men nihoyat g'azablandim. Chunki men sizga nihoyat hurmat qilgan, ba'zi fikr o'xshamaydigan yerlarimiz bor, ammo yana ish qila olmaymiz, ya'ni nima qilamiz deb. Bu yerda sizlarniki o'ynagan o'yininglar meni dushman ko'rsatish xalqqa. Bu g'ulomni ya'ni shu so'rab kelsanlar, sen g'ulomning tarafida turasizlar. Men 100 ming qatim deb ketdim.
Men g'ulamning tarafini tutmayman, uning tarafini tutmayman. Dadam bilan karim yo'q, kalam bilan karim yo'q. Mening birlam karim bo'lgan narsa Sharq Turkistonning mustaqilligi, davlatimning asli kelishi, millatimningki va xalqimningki bu qirg'inchilikdan qutulishi. Boshqa maqsadim yo'q. Hozir men Mustafa javob berish, u bilish, bu bilish maqsadim yo'q. Pul tepib bilish yoki inovat qozonish maqsadim yo'q. Pul topaydigan bo'lsam men bu ishni qilib o'tolmayman. Tijoratimni qilib o'tgan bo'lsam men hozirgacha bunda haqni tilamchilik qilib o'tolmaydi. Bizga ishni axtaramamiz deb. Oylik maoshim meniki $1000. Maoshim shunchalik meniki. Agar men bu ish atmagan bo'lsam men $100,000lik maosh topa oladigan yerda ishlay oladim. Ammo hamma narsamdan voz kechdim. Hatto o'zimning oilamdagilarga qarshi chiqdi. Buni aqqizolmaysan, hammadan qarshi chiqdi. Sen buni nim qilolmaysan. Men dedim, "Ya, men xalqni nim qilaman, xalqni qoyil qilaman. Hukumatdagi cho'nglar, siz degan cho'nglar bilan men nurg'a urushdim. Majidalni nim qilayli, manda qilmayli. Xalqni achirish kerak, xalqni nim qilish kerak. Ammo xalqning orasida chirib olgan ba'zi turkum insonlar to'g'ri emas. Axloqiy jihatdan to'g'ri emas. Uniki chirish niyati xizmat qilish ulanmas deydi. Biz vatanimiz, millatimiz uchun jonimizni fido deydi. Ammo hammasiga deb baqdim, hammalarga deb baqdim. Haqiqatan vatan millat uchun joningni fido bo'lsa, bir sekund, bir haftada, bir vaqt, bir soat vaqtingni chiqarib, o'zingizga shu turayotgan davlatlarninki bir adam o'laroq bir maydonda turib, bir tashviqot varaqini taqib qilinglar dedim. Buni kim qildi? Deb baqing, kim qilib baqdi buni? Vatandaşdan başqa narsa bo'lmadi. Mening kallamdan charchib ketdi. To'rbetim yasashim man qoldi, unim qilishim man qoldi. Hamma narsa manlam qilib undan keyin sen huquqni hammasini egallab olding deb Abdulla Hat bilan menga buni qadim qilsizlar. Qolganlar uni huquq olgan unmasanglar. Ammo Ablatnurning sana hech bir qilpaga ishi yo'q. Ablatnurning shu odam chiqarishdan boshqa. Endi menga gap keldimi yo jasorat? Endi men seninki so'zlagan so'zlaringga esimdan chiqib ketmaslik uchun men menga ozroq not oldim menga. Men Ablatnurdan sen so'radim, shu Afg'onistonga bormaganligini so'radim debsan. Ablatnur albatta bormadim degan bo'lishi mumkin, balkim bordim degan bo'lishi mumkin. U ishqinglarning o'tirdiki narsa. Endi agar birish akt bo'lsa darhol chiqish kerak. Chunki bu da odamlarni ammo uni ham so'rilib xatoyalik berib qolgan odamlarni biz davosimizni tutishimiz xato. Magipingga men %100 qo'llayman. Endi Ablatnur bormadim degani bilan bormagan bo'lamdi seningcha. Bu bir. Ikkinchidan ya'ni hatto Sharq Turkistonlik emas odamlardanmi boshqa yerlardan surishti qildi. Endi Uyg'urlarning nupusining ichidami sen surishti qilgan o'xshash bizning surishti qilgan narsalarimiz bor. Afg'onistonga borganligi, hatto O'rta Osiyodan bir necha Uyg'urning o'limiga sababchi bo'lganliklarining gapi bor. Buni sen bilasan. Qotillik ishlarga aralashganligining so'zi bor. Bu yerda hukumatning inovati desak, Yaponiyadagi bir millat vakilimizni shu Yapondagi Xitoy konsuli bilan aloqasi borka, shuning bilan degan miki gap bilan chiqarib o'tdi-ku. Masalan, Said Akram apandini shu Suriyaga borganka degan gaplar bilan chiqarib o'tdik, ammo Said Akram apandi bilan G'aniydan chaqirib kelib, sizlar rost mushtaq ishlarni qilganmi? Rost Suriyaga borganmi tanglar? yoki bo'lmasa sen Xitoy konsuli bilan rost aloqang bormi deganni surishti qilib boqmadi Ablatnur. Bosh taftishman degan odam. Endi men gapimga hech qanday bunga dalil isbotmi yo'q chiqarib o'taman degan uchun men qarshi chiqdim. Shuning bilan men dedim, dalil isboti yo'q. Bu Abdug'ani bilan men paranglashdim. Xuddi sen Ablatnur paranglashgandek, Abdug'animi u Xitoy konsuli birisi bilan unda aloqasining yo'qligini asli Uyg'urlarni bisim ishiltirganligi uchun bu G'aniylarning Yapon hukumatiga arz qilganligini, bu xotinning G'aniy bilan dushmanligini, Yaponiyadagi G'aniy bilan. Endi bu yerda har bir odamning degani gapining hamma gapi rostli bo'lsa, bu vaqtda biz odamlarga ishonishimiz kerak. Shunaqmi? Sen Ablatnurga ishongandek, bizmi G'aniyga ishonishimiz kerak. Ammo sen Ablatnurdan aniqlab, boshqalardan aniqlaganga o'xshash bizmi aniqladik buni? Aniqlasak Ablatnurning Afg'onistonga borgan, Qozog'istondagi nurg'un necha Uyg'urning o'limiga sabab bo'lgan G'ulom Osmon ikkisininki hatto
necha yuz odam, necha minglarcha odam buni bildiganligini so'zlaganlar bor. Hatto biz shohid bo'la olamiz deganlar bor. Endi chet el birinchi masala shu u vaqtda. endi to'xta abay ya sening gaping chiqishi anladim. To'xtab sen to'xtab sening gaping chiqishi anladim. Men hozir gapimni tugatay. Demak, bu yerda mening da'vatqoyirim Abdulla Nur yoki Said Akram yo inson emas. Bu yerda seningki Amerikadagi bir demokratik davlat yashayotgan birisining masalalarga insonlarga taraf tutmay turib qarashingni umid qilaman. Qaragan vaqtingda Abdulla Nurmi o'xshash suspect. Bu yerda agar sening nimangda chunki Ashada Afg'onistonga borgan degan isbot bilan ovozlarni so'zlagan odamlar bor. Sen bağan to'ng'u degan. Bağan bo'lsa, hozirlam chiqarib ketish kerak. Yo'q, bu shuningga sening tuhmat deyganlarni Afg'oniston u yerga qalayqa berib cho'ganlarni chiqarib ketish kerak. Shubhalik shunda Xitoylar bilan yoki boshqalar bilan kurashib cho'gan odamni chiqarish kerak. Endi men gapingga sening gaplaringga men javob berishim kerak. To'xtab hozir bulim chiqsin, pokiz odamlar tursin. Agar shunday yering bo'lsa, mening endi yana bir savolim keldi sana. Abdulla Nur sana mushundaq bir suspect, mushundaq gumonliq bir odam. Ya'ni Qozog'istonda o'zimizning millatidan bo'lgan Uyg'urlarning qinig'i, jinig'i zamin bo'lgan bir gumondor, ya'ni suspect bir odam, G'ulom Usmon ikkisining gapini anglab sen menga ishonmay, ash hotelga nima ishga bording ukam? Mesela şu en muhimi onun ki yalğızlam onun gipini anlap otamıdım. Meselenin toptaki gapini anlap otadım. Komsmeme kuyapırma. Şunun için ben qaram. Uyaq beriş nimem olar dedim. Men bu işlerimle uğraşamsa çalışamsa bundan karam yok. Ma Türkiye'deki bazı chet ellik mehmonlar batı keladigan. Bizniki Uyg'ur Sharq Turkistonlik emas. Nimni so'rayapti, boshqa eldim ba, ma'ni nima qilish kerak deb sizlar. Ya confirmation nima reservation'ın kelimesine paper ola dedi biz vazifeden elevetto onu dedi. Okey, vazifeden elevetken bolsa men berip bakay, sorap bakay, confirmation'ni bersa müşahede baribir bizniki niyetimiz şu yerda etişemez, bir yerdan etiş. Men bade şu seni to'xta, sening so'z nimang yo'q. Hozir men so'zlayotgan vaqtim emasmi? Hozir men so'zlayotgan vaqtim Abdulla Nurdan Ümitni nimaga chiqarib etdinglar hukumatda? Bu vazifasidan nima qilgan xatolig'i chiqarib etdinglar deb so'ramabsan. Bölünüş qachon chiqdi desang, G'ulom Osmonningki 10-oyning 6-kuni biz saylab chiqqan bo'lsa-mu, qonunimizda yoziqli. Nima bo'lgan bo'lsa-mu, shu to'pning ichida hal qila olaytinglar. Boshqa bo'linib chiqib, masalan, Amerikaniki o'zaro jidal qildi o'z vaqtida 1860 yıllarda 65 kuruş oldu. Aşında bölünüş. Bu işki icatta bölünüş. Ya Salih Eğer sizler bana işkili taraf benim gibimni anlagan bolsa, bir sıkılıp durunla, bir kallanla çarçap gitti. Jüpesat bir demep turaylı. Bakara Salih. Hazır sen gapni. Bol sen gapni qil, uniki men gaplar gapni tugitib ol, men gapimni qilay. Sen bu oxirigacha anglashni o'rgan. Ya men anladım. Ya tugdimi hozir gapim? Men de savol so'radingiz, shuning uchun savolingiz. Ben sana bunda deyim. Sen bir yerde dedin bölünüş dedin. Bölünüş nereden kelib chiqqanini so'ramayapsan. Bölünüş, qachon bölünüş degan narsa yo'q asli. Meni topdan chiqarib etdi. Parlament davatgan topda parlament raisininki parlament adminligini ilib o'tishning nimaligini sen bilsan-ku, parlament bu topdagi parlament degan gap. Bu yerda yig'in zaldan parlament raisini qo'g'lab chiqarib o'tish degan gap. Parlamentoning raisi bo'lgan yerda parlamentu qaror ololmaydi qaror. Parlamentoning raisi bo'lgan yerda hozirgi bu bosh ministr davatgan qanday qaror oladi? Nizomnomani o'qib baqdingizmi? Nizomnomani o'qidim. Parlamentoning raisi bo'lgan yerda hech kim qaror ololmaydi. Bunda yoziqliq. Agaalantirish berdi, onun ikin tip chiqildi deydi. Agaalantirishning kimsida uni midinglar. O keyin o nima bo'lganligini nima qilmayman. Ammo bilinib ketdinglar. Bo'pti deb uning muskit qilib turdim. Bilinib ketgandan keyin men dedim shikili tarafga o'xshash ovozni yo'tdim.
qilib o'tiraylik, bir dam olaylik, 24 soat bo'lsin, bir ozroq dam olaylik, hammamiz charchadik. Mana chiroyli biz bu yerda bir-birimiz dushman bo'lmagandiki, butun xalq mana eshityotidi, nurg'un davlat Vaqi to'g'ri. birlikni saqlaylik deb o'tirib qo'ydim. Hech kim tingishmadi buni. Hech kim tingishmadi. Undan keyin ali topdan chiqishga boshladi. Sizlar top qadam qo'shishga boshladinglar. Undan keyin men zerikib ketdim. Shikli tarafga, ne g'ulam bilan ko'rishib ketdim. Abdulla Tamirlamga, ne boshqasiga gaplarni taqladim. Shuning bilan men chiqib ketdi, jimjit bo'ldim. O'zingni Hozir shu gap anglatamagan, gap ular Abdulla Tamirlamga men telefon qilib juymanlar. Aşağı ondan keyin kiran dedim. yaxshi ularga gap anglatamagan odamga Bijab dedikin telefon qildi menga. Dedi, qara, ishgapdamiz bijermab dedikin telefon qilib, men dedim, ya texnichi qilib qo'yamman bu ziddiyatni desam, ya ümitli alı unutmadı. Onu çıkarıverdi. Yeni bir tayyorlik nimasini tayyorlik komitetini qurdi. chunki ablatlarni biz huquqidan ilib etdik. Chunki G'ulom Osmonninki G'aniyga ishlatgan uslubi bilan G'ulom Osmonninki Muvladagi biz o'y bergan o'yimizni biz tatib oldik. G'aniyga ishlatgan qonuni bo'yicha G'ulom Osmon ishlatgan qonun bu. G'ulom Osmon ablatlarlar Yaponiyadagi millat vakillari ovozini tatib olibdi deb G'aniyni chiqarib etdi. Boshqa bana topolmagan ekan. Bir ishlangan qonun o'zing bilsa Amerikadami demokrat davlatlarda prezident tarafidan ya bo'lmasa sud tarafidan bir qitim ijro qilingan qonun bo'ladi. Bu ijro qilingan bir action qonunga aylanadi. Endi G'ulom Osmonninki G'aniyni millat vakilligidan ilib o'tish ablatlar ikkisininki taktiki bilan qilgan uslub G'aniyni millat vakilligidan ilib o'tish bo'lmaydi. Chunki 11-oygacha ular millat vakili bo'lmaydi qonunimizda. Ular tehi kandidat milletvekilleri kanunu o'qigan bo'lsangiz kandidatligidan chiqarib etdi. Kandidatlikni red qilish haqqi bor. Kishi gumonlan bo'lsa-ham red qilish haqqi bor deb yozig'liqmaydi. Uni hammasi hozir qo'ygan tinglar. Shuning bilan bu yerda qonun o'ynayman deb o'tamanglar. Nima qonundan Salih hammadamga har tarafga dedim qonunni taraf vaqtni azroq nim qilmasang hozir so'z indaymiz bu talash qaylanib ketadi bunda olsa vaqt 1 minut ya 2 minut aydi. Hozir men sizlarni erken qo'yib berishimdagi maqsad asli bu tafsilotga o'tmasak bo'ladi. Umumyuzlik iliqni qilsak bo'ladi. Ama tafsilotga o'tib ketdinglar. Shunga o'zaro endi so'zlashib olsin, fikrlashib olsin dedim, ammo haqiqatan bunda shaklda maqsad tang etib ketishi mumkin. Şuna ben tafsilatını asli bayram desler 5 minutun vaqt bergen. Yani problem nima? Zaten sizlarning nazaringlarda problem nima? Sebep şu meselelerini kelib chiqishni nima degan 5 minut berdim. Onun lekin erkin qarang'ishga qo'yib berdim. Hozir mening bilishimda agar bunda maqsad bu endi biz anglab o'tgan burunqi masalalarning hammasi takrorlangan. Menimcha buning hojati yo'q. Tuvandagi ko'rayotgan qarindoshlarimiz nima qilsin? Nimish qilamiz o'tayli. Nimish qilish kelgan chaqda agar hammamiz odillik bo'lamiz desak, odil bo'lamiz desak, unda olsa manda qilayli. Menmi qo'shilma. Agar ashunda xatoliklar bo'lsa, ularni chiqish kerak. Bu yerda kichik xatolik o'tkazgan, shunda davlatniki, hukumatniki birlikniki nimasiga ziyon yetkazib qolganmisini chiqarib o'tish kerak unda bo'lsa. Ashundalam tutishayli. O chaqda sizniki tuhmatingizni kelayli. Buni qo'yib beray xalqqa. Salih. Ya xalq buni anlashi kerak. Chunki men nurg'un tilanlab ketdim. Yana xalqqa taqib o'tibdi o gapni. Shuning bilan xalq yana meni nurg'un odamlar telefon qilib yurib beshimni og'ritibdi mana. Anlatımda. Anlatıda. Hazır bu bakanda telefon yaptı bana. Ümit efendi, ben Salih Sudayır isimli bir adam. İşte zırhla sevgi hukukun şartlarını seninki saylap değerli komitet
hukukungdan ivetkenligini ve senin bu hukukta emesligini bana kağızlar bilen, kararlar bilen köstüp şu jirin zal mehmanxonadaniki to'xtamini cancel qilishimni, ya'ni cancel degan gap iptal yo'q qilishimni talab qilyotidi. Men nima deyishimni bilmadim, men qanday qilaman deb telefon qildim. Men dedim, Salih Xudoyorning bundan qildigan hech qanday huquqi yo'q. Salih Xudoyor bu qurultaydagi tayyorlik komitetining raisi emas. To'xtamni men tuzgan bo'lgandan keyin sen xotirjam şu to'xtam bilan o'ylagan Salih Xudoyorning har qanday gapi bo'lsa men bilan aloqalashsin, sen shu Salih Xudoyorga shunday deb qo'ygan dedim. Salih Xudoyor agar sizlarning mehmonxona şu tuzgan to'xtamni bekor qilmasa men sizlarning mehmonxonalarni arz qilmay bu degan gaplar bilan tahdid ishlatibdi. Ve bu to'xtamni yo'q qo'ydilar deb ashagacha beribdi shu mehmonxonalar. Qilinglar. Endi niyat maqsadi aniq qilyotdi bularniki. Men to'xtamni men tuzishim kerak. Umid Uyg'urning hech qanday huquqi yo'q. Men tuzib bo'lgan to'xtamni yo'q qo'yishga urinayotibdi qarindoshlar. Buni sizlarga bildirib qo'yay. Mashshamanchilikni hukumatning ishidagi ishlarni shu işlerini kılıp tutuyorlar. Bunun da biz tutukta işimiz gerek. Şeymendir. Good morning. This is Sally. How are you doing today? Sally, good morning. Very good. How are you? I'm doing great, thank you. So our office leadership, they talked to Umut, but they were a bit puzzled because Umut told them that I threatened you. I don't remember. Yeah, I don't know. Oh my God, I did not say that, Sally. Yeah, that's what Umut said. So, like, did I threaten you or Umut in any way with a lawsuit? Or to take y'all to court for anything? No, definitely not. Okay. You want me to talk to me? Yeah, if because Umut, you know, he's been telling our leadership that I went over there and I threatened to with Swedes, you know, to shoot home with Swedes or take y'all to. No, you didn't. I will answer that. What I did tell Umi then, which I also shared with you, was the documents that you showed me that removing him. That's what I shared with him. So I wanted to understand if he was pulling out his contract, and it was, and you know, I was truthful that you were here. You gave me the document removing him, right? And then if what the current status was with the booking, that's all I said. I did not say anything about you threatening the hotel or me or taking us to court. We still want to continue at this hotel, so if you could just give us some time to sort this out, definitely. Wonderful. That's good to hear, Sunny. So, yeah, so for now, he's still pursuing. He's not retracting his contract, so of course I cannot also renege on that. I would have to honor his contract because it's already both a signed contract from both parties. So, like you said, you still need to sort this out. Let me know what the update will be, okay? Tushundingmi? Thank you. Bugun hamda men inglizchani Hı. qarindoshlarimiz bilmagan qarindoshlarga tushuntirib qo'y. Ha, tushuntirib qo'y. Bu yerda bu ayolni telefon qildim. Dedim, hanımefendi, men sizni va yoki hotelingizni va yoki Umidni va yoki boshqasini chiqaman va yoki arz qilaman deb gap qildimmi desam, ha deb ketdi. Ya Allah, oh my God, ya Allah, yo'q, unday ish demedingiz, yana so'radim. Yo'q, unday ish bo'lmadi, men buni shahidlik qila olmayman. Siz bunday demedingiz. Ammo Umid degani ham shu. Salih efendim mandan nimeden keldi, ben ona Umid dedim. Ama siz hiçbir vakit meni veya ki otelni tehdit qilib yoki sotga qapiraman, unda bunda qilaman degan ishni bo'lmadingiz dedi.
Bu çoğun bir töhmet. Bu töhmet yüzsüden qara. Hı. Burmunç bu meyli planlık boldu mu, planlık bolmadı mı uqmayman. Ama burmunç toprağı gelip bu. Kiçikçe birisini ağzını boldu, birisini neçisi ağzını bozup tillığını boldu. Hı. Şunda şerefsiz güymede diğerleri boldu. Hı. Bunun qanday cevap berisiz? Men bunu Hazır oldu hazır. ama bu gruptaki daim bu açıklama ismini de hem de bu Zöhre hanımla o bular şu didanı çıkarıp alqa başdırlar hükümet açıyotgan diken çirip hakimiyetini ilivamı tatıvammasak bolmaydı o degen onun avazy bar. Keyin numus qilib o'zi chiqib ketdi, pash bulab qolgandiki o'zi istifa bersa yana chirib oldinglar. He. Bular nimasi hammasi bu hech bir sonliq hammasini g'iybatib boqdim. Hech bir sonliq bir javob qilmadinglar. Ya to'xta savolga Silliq kelgancha javob bering. turib turinglar. Silliq kelgancha adalet deysizlar. Adaletni yolg'on so'zlar bilan tuhmat qilib, birisini qaralash bilan adalet degil bo'lamdi. Bu qaranglar aziz qarindoshlar, men doim deb keldim. Bizning ishimizga kichikini mehnatchilik, kichikini yolg'onchilik aralashib qolsa ishimiz olg'a bosmaydi. Şunun için biz pakizlep berişimiz gerek. Şunun için teşkiriş gerek. Şunun için nima qilish gerek. Hatalıklar bolsa, hatalıklarını tunish gerek. Tunmaganlarni tepib chiqarib etish gerek. Çünkü bizniki ya saqchimiz yok, ya nimamiz yok, ya istihbaratimiz yok. Hazır. Berip Gepim tutgan bo'lsa men javob beray. turib gipim Ha, tugmadi. davala. Kaç gap qildingiz? Men gipim tugmadi. Ben tek yaqinida Hozir kadar hiç bir sınla buna cevap vermedinler. Hiç bir sınla bir kechirim so'rashmi bo'lmadi. Ispat bilan elindi. Sizlar o kadar töhmet qildinglar ki. Salih, Nur ya turib turinglar. O ben kadar cevap berey devatıdı. Hazır Ümit cevap berey devatıdı. Cevap vermedinler dediniz. Cevap berey devatıdı. ya to'xtanglar men tugib haqida bo'lmadi. gap qilaver. Undan keyin bunu o'tirib silib tilg'izyapsizlar meni. Yodigarni nima qilib og'zini buzib kichik bolalarning oldida og'zini buzib ses gap qildi. Siz adolat ani ko'rmadingizmi? Sen zaten uyandın buzgan sen nasıl akçı kökçe jinası dep ağzını buzup gitti. Aşında adamla bilen biz iş kılalamdık. Yalğancı adamla bilen biz iş kılalamdık. Ya ne iş kılanmayma, şahsen ne iş kılanmayma. Beni kollaylığa Amerikalıklı mı, başkalı mı, bundan yerde iş kılmaydı. Yerde kıyız mükemmeydi. Onu Ümit Efendi, İlyar Efendim o tüngeninde çıktı. 2 saat paranlaştık dedim. Dedim. Şunun bilen ben emdi deginim. Ve vakti tep gitti. Mani biremsilen desem onun belgeli unutmadınlar. Sen dep savolini qo'yaveramisan yo savoliga javob olganmi? Turib turinglar. Onun deyin Ümit'nin nima o İlyar'ning ovozini qo'yib turma. 2 saat paranglashganimiz. Sen hozir Anqara, sen men bilan paranglashga chiqding, İlyar Efendi bilan emas. Ya şu Ya paranglashqing bormi yoki bu o'zingning gapingni qilganmi? Ya siz o'zingizda rostchil deysiz. Hakikat tarafta deysiz. Nim için töhmet qilasiz? Nim için yolg'on so'zildingiz? To'xtab tur. Salih, Sen Cevap- nima gaping? hazır cevap versin. Ümit cevap verme dedi. Salih cevap versin Ümit. Anlaylı. Birinchidan qara Solih, sen o'zingdan hech qachon o'zingdan bir narsa so'rab boqmaganligingning xatosi bo'lyapti. Sen o'zingdan so'rab boqdingmi? Bu Amerikada cho'ng'a odam qara. Sen Mazmunni chetlab ketmang. Mazmunni chetlab. yo'q, men qara, sen gaping Ya nim için töhmet qildingiz? Nim için yolg'on so'zdingiz? Xalqim için men qara, bu to'kmatmi, yog'anmi, buni hozir men sana gapiryapman. Sen tökmet deganing uchun tökmet olmaydi. Bu men gapim sen gaping. Ispat olsa. Salih, Qara, Hakim benim tarafım turdu. Ümit de hazır gap. Ümit düşendirsin. Anlaylı avval. Anadikin. sen hokim Fikir mening bo'lsa. tarafimda turdi desang, sotqi be, marhamat. Mening hech qanday qo'rqinchim yo'q, qara. Sen gapni angla. Birinchidan sen oldi bilan Solih, mushu sening yolg'iz qilishingdagi sababning birisi mushu sening agressiv so'qishqoqliging qara. O'zingni besib ol. Birinchidan o'zingni besib ol, qara. Sen o'zingni besib olib, boshqalarning gapini angla. Ma jasorat boshda devatdi. Meyaga bir ishni hal qilgani keldik. So'qish yo'q deding. Ama davomli sening bilan bir ishni hal qilolmasligimizning sababi mushu sening mijozingdan hal qilolmayapmiz. Birinchi o'zingdan so'rab baq. Sen shuning uchun men gapni angla. Sen oldi bilan
Xotelga nima uchun bordim men? Men bir aqlsizmi? Ash Ablat Nurning gapini anglamayman, G'ulomning gapini anglamayman deyotsa, ey bir kontrakt tuzilib bo'lgan kontraktda bir kallisda dad olmagan odam qara uyga ko'rib kontraktni menga o'tkazib ber demaydi. Bu bir. Sen o'zingdan so'rab baq, men ahmoqmi? Ash Ablat Nur degan Kanadada o'tiradigan bir odam ashaga bor desa men bir sarangmi? Nimaga boraman men? Agar olmadan shuning uchun men bormay nima ish qilaman, nima choram yo'q. Kim bergan unimi deb maslat saldingmi? Hech kim menga telefon qilgan yo'q bu to'g'riliq. Olib dedim. Sen menga dedi, o'zingda bor. Ya turib turma, Qozog'istondagi o'tkirg'imi dedim, o'tkirmi men paranglashman dedi, paranglashibdi. Yana o'zingni gapingni qilma. Ya sen nima ish paranglashmang men bilan? Saat öyle. Çünkü ötkende isingizde bormi, nima uchun siz bilan paranglashmayman? Çünkü ötkende dedingiz, buning ovozi bormi yerda? Ötkende ilqi chet ellik ba'zi mehmonlar keladi, o chet eldan desa, ular chaqiriq qog'oz uyatishni men nima qilay? Degan chog'da ismlarini, nimalarni men bilishim kerak dedingiz. Ben dedim, ismini bilmasam men qanday reservation qilaman ularga? Qanday tizimlataman ismini bilmasam? Turum. Ola vaqtinchalik o'ziniki ismini bildiğiniz kelmaydi. Mana dedi, bizga hech kim demadi dedi. Uni ne chiqdim shu chaqda vaqirashib ketdik. Ya'ni o'zingiz dedi, sen menga ishonmaysan, sen meni Xitoydab qoldingmi, undaq qilib qoldingmi deb bir muncha gaplar bo'lib ketdi. Ya'ni tushundisam, ya'ni saylov tayyorlik komitetining raisiga ishonmasang qanday yig'inash qilmoqsan? Qarang, birsi sizga nima uchun ishonmaydiganligini o'zingiz e'tirof qildingizmi yerda? Qayerda? Qilganligingiz uchun. Shu sababdan endi ishonmayman. Töhmet qildingiz. Amdining gapini qilyapsiz, Gronqining gapini qilyapsiz. Mehmonning ismini bilsam, men qanday reservation qilaman? Ovozimiz bormi yerda? Shikilishimizga ovozli paranglashdik-ku. Aytdim sizga, kishilar hech kim dema, sendan boshqa hech kim bilmasin degandan keyin men buni damillamag'im demadim, boshqalig'im demadim, hech kim demadim. Chunki ishimizni arsida bo'lgandan keyin masterni hech kim dema degandan keyin sir tutish, hurmat qilish, ularniki talabini hurmat qilish degan bir narsa bo'ldi. Keyin diplomasiyada turibman, keyin diplomasiyada nurg'un yig'inlar qatnashimiz qara, u ismning u yerga yozilmasmi, shu yig'inga kelsa, biz yotoqqa o'rlashtirib qo'ysak bo'laverdi ularni. Yo'q, shu men uni Hotelning confirmation numberini men hammasiga aytib to'xtamni. Sendimi u bor. Endi bu hotelni to'xta. Voy to'p soldimmi men? Rasmga tortib kontraktning hammani sappadim-ku. Demak sen qaramading degan gap. Ya turib ayirib olgan to'pqinni soldingmi? Yo'q, cho'ng to'p qilsagan. Cho'ng to'pqa. Hatto sen o'zingmi e'lon qilding-ku, uni shu veb-saytlarda e'lon qilding. Qanday e'lon qilding? Men avat bermsam. E'lon qildim, adresini. Shu chaqda men sana avat bergan endi. Ya, adresini damillam yo'llab bergandim menga. Hatto men butun to'xtamni men e'lon qilib etgan qara. Mana Qozog'iston, Qirg'iziston, O'rta Osiyodan hamma keldiganlar mushu confirmation email mushu mehmonxonaning ismini yozsizlar deb e'lon qilib bo'ldik. Sen o'zing men bilan aloqa qilishmisan. Tamam, bunu ko'rmabdim, ammo aloqalash, nima uchun aloqalashmadim qaytadan deganga sizlar aniga takallashib o'tirdik. Ta ilyar efendim o'tirg'ichimigacha sizlar yo'q, deganingiz bor. Meni o'tiraversin, men hech kimni chegizib qo'ymayman, aqch ko'shi degan gaplaringiz bor. Mehmonning ismini bermasang, men kirgizgini qo'ymayman dedim. Chunki bu yig'inga mehmonning ismi kerak. Men dedim, eng oxirgi kunda bersam bo'lar, yo'q, hozir bilishim kerak. Eng oxirgi kuni berdigan kelishdik-ku. Eng oxirgi kuni berdiganga. Sening so'zing bor menda. Eng oxirgi kuni shuni kelishdik. Ilyar apandim shuni kelishtirib qo'ydi. Ammo men talashimizni olsa. O'tadinglar, shuni chiqqan men bu Umid apandim bilan, ya'ni men urushib cho'gim yo'q. O'tganda anda yarim soat, 1 soat urushib ketganmiz esimda. Undan sonra yani neymiş ki talışımız bu mehmonxonaning masalasini. Bu mehmonlar kelsa, mehmonlar tayyor, akirib qo'yamiz. Endi neymiş ki talışımız masalasi chaqda. Chunki sizlar dedinglar, moli kelsa, chegizgil qo'ymayman dedinglar. Shuning bilan men dedim, atogin boshqalar kelsa, bunda chegizgil qo'ymaydigan ahvollar bo'lsa, resvo bo'lmaydi. Yaxshi, o'zing deding-ku, hozir biz oxirgi kuni sen mehmonlarning ismini menga beradigan bo'lding. Shu ismi bu odam qatnashdi. Ama turibdiringlar. Meniki berish maqsadim nima kontraktni qanchalik nima, chunki uningda xabarim yo'qdi. Top qo'yganimda xabarim yo'qdi. Chunki sizlar kunni 3-4 narsani shu jidal
to'pqim qaramaydigan Ya bo'lgan. menden so'ragamsan beretdim emasmi san ayrim yana? Kimdan so'radim bunda necha Aşol Qozog'istonlarga, Qirg'izistonlarga avatliga ve chaqiriqlarnikini 3-4 qitim so'radim tizimlikni men erinmay avatib edim sana. Yana avat deding, yana avatdim, tashqi xat yozma deding, yana avatdim. Shuning o'xshash yana qayta so'rsam yana avatib beretdim emasmi sana? Ama so'rmading da menden. Cidelden buruntu bu. Cidel alqay ishkimiz ayada 1 saat Mimanlınınki ismini birsen onu kılsan beni düşünmeyatsan anda kılatsan degan Cidelden keyin men artık Ümitkan bilan gaplasam jidelleşip kalırga o'xshayman. Ama şu jidalda kelishdik-ku, shu jig'inning ayati degan kuni me'morlarning ismini bergan bo'lgan. Kelishtirib qo'ydi. Axir xalq kelishtirib qo'ydi. Shuning uchun yana men takrorlab beshimni og'ritmay deb nima qildim. Badim ayaga meni ku yerda berish maqsadim buni ibtol qilib o'tish yoki nima qilib o'tish emasdi. Ya iptal qilish emas, Ümitdan to'xtamni tortib olish maqsadida beribsa. Turib turing. Ama tortib olmaysa uni bilasizmi? Qaranglar, berish maqsadim tortib olish emasdi. Baştaki berish maqsadim meniki. Undan keyin tortib olishga nima qildik? Chunki sizlar anda u yerda tuhmat qilgandan keyin undan keyin dedim, agar bu Ümit qolsa atogin yana Uyg'urlik tutib ketib, Ilyar apandi Uyg'urlik tutib ketib ashunda tuhmat qilib qopdi ofkam, kechirib qo'y. Yani efendinin onda demeydiğini işinme sen ma'mı tökmütten mi? Amisi 2 saatlik bütün paramız ma telefonda bak. Halısımız mes 2 saat yötke ulap basam. Onun keyin deyish yo'lingda. Hozir qilishimizni oltamaymiz ya da. Nimish qilamiz da. Ol dedi. Keçirib dedi. Bopto keçirim so'z keçirib dedim men. Keçirim so'z keçirib dedi. Ama keçirim so'g'ini olmuyor. İtiraf qilgan olmuyor. Tuhmat qilgan olmani. Chiqim shuning uchun men o'ylab qoldim, agar bu kontrakt Ilyar apandim, Ümit apandimniki tegida qolsa, atogin menimi 8 yil qo'ymay o'xshaydi bu yig'inga. Ilq kuchapni oldi, Ukraina oldi, tehdit qilgan gaplar bilan yana minallarni chirqib oyada resvo bo'lib qolmaydi. Shuning uchun yana Uyg'urlik tutib ketib, Uyliq yoki Uyg'urlik tutib ketib, Fuypeylida cancel qilib etmasin deb andan nima qildik? Chunki agar Fuypeylimizda birsiga ig'i tuhmat qilish, nima yolg'on so'zlab xalqni dushman qilish, menga dushman qarta qilib qo'yish nima bo'lsa, maqsadimiz bo'lsa yoki ashuna Fuypeylimiz qachon deyilib ketgan bo'lsa, Fuypeylimizdan cancel qilish nima qilmaydi deganim bo'lmaydi. Shuning bilan shu maqsad bilan nima qildim? Meningki doim qilib kelganim bu yerda mush yig'inni echish uchun anjiq kuch chiqarayotganda uning bilan buning bilan so'zlashib, zalni qilish, me'morlarni aklish, ma xalqning birlikka akilishni doim men qilyapman. Men doim da'vatman. Bo'linmayli. Bo'linib chiqishman da'vat qilib dedim, chiqitmay turinglar. Bunda qutulmaylar. Demelib turaylik desam, hech bir so'zni anglamadinglar. Tamam, Salih. Hiç bir so'zni millatning manfaatini o'ylamadinglar. Salih. Artık qarindoshlarimiz lagerlarda, kamplarda qirilyapti. Yüzden artık mening tuqqanlarim lagerlarda, kamplarda to'ytini o'tirib bo'ldi. Salih. Azroq calm down. Hozir bunda şekilde maqsaq bu ish yaxshi tarafga bormaydi. Ya'ni hozirgi mening his qilishimda bu aranglardagi Salih men gap qo'yapman. Hozir mush aranglardagi narsalar asosan ko'pinchisi gumon bilan, ya'ni ishonmaslik bilan bo'lganki, hozirgi mening his qilishimda. Yolg'on so'zliga adam qanday ishongini keladi meniki? Qanday? Bismillah, Ümit. Yolg'on so'zliga bir adam tuhmat qilgan adam qanday ishongini keladi? Salih. Calm down. Bunda şekilde hammadan bizga qarab o'tirdi. Manga diqqat qilaylik. Bu şekilde nuqsaq bo'lmaydi. Salih. Bakinglar, yolg'onchilik aralashqa ish alg'a bosamdi, yo'q. Bugun yolg'on so'zlar, bugun ati bo'lmasa, o'g'illik bo'lmasa, 1 yildan keyin, 2 yildan keyin, hatto ba'zi yilda 9 yildan keyin bu yolg'onchilik pash bo'ladi. Tabii. Agar yolg'onchilik isbotlansa, onu çağrısını qilish kerak. Ama Ümit efendi tirishdi tushuntirishga, ammo gapini bo'lib o'tib borsiz. Ümit bir chiroyli tushuntiryapti. Buni Ümitniki arzusimi? Siz tushunolmay qolgan ba'zi narsalarni ko'rmay qoldim deysiz. Onunğa hammadan ko'rgan narsani siz ko'rmay qolibsiz. Hozir Ümit efendining qilayotganini siz tushunolmay qolgan, hatto tushunib qolgan nuqtalarni tushuntirib qo'yay deyapti. Onunğa fursat berishimiz kerak qo'yaymi Salih? Men izlab boqay to'pni, men hozir qarayman. Ya Salih, bu nechun mandaq parangni şeyle qara.
Sen Yok, hozir to'polonlik qarayman men ma'diki bor. Topa olsam, topdim, topolmasam bu chaqda. Hamma narsa bo'lgandan keyin yuyilib ketmaydi. shu to'pqa sap qo'ygan qara bu Mehmonxonniki kontraktni mushada sizlar kerak bo'lsa, shu yig'inninki adresi, kontraktlari kerak bo'lsa, mushada ilinglar deb sep qo'ygan. Hamda sana berdigan mening tavsiyalarim bunda qara. Sen meni tuhmat qildi desang qonunga bergin qara. Chunki u bir mehmonxonada ishlaydigan bir ayol qara uyaga yurib, sening bilan bizning o'tirimizdagi jidal ishlarga aralashmaydi. Ular bir kasbiy professional ayollar qara. Sen u yerda telefon qilib, sen manda dedingmi, onda dedingmi desang, u bir manda aytgan chaqda bundaq shaxsiy ishlarga yoki bizning organizationning tashkilotimizning ishidagi ishlarga ular aralashsa-mı bo'lmaydi, ham aralashishi xato. Albatta bu ayolning andishalarini menga degan. Bu bizning shirkatni ustimizdan arzi qilib qolsa, seni huquqdan ilib o'tibdi degan vaqtda men bu ayolga dedim, meni huquqdan ilib o'tadiganga hech qanday huquqi yo'q. Birinchidan G'ulom Osmon bilan Ablat Nur degan bu ikki kishi Kanadaninki necha ming kilometr uzoqda yashaydi. Bu Amerikadagi bir tashkilotlarda hech qanday yerda qonuniy bir igidorchiligim yo'q, huquqi yo'q. Meni unda ilib o'tmaydi. Hem ilib o'tish huquqim yo'q. Uning ustiga bu xalqaro bir yig'in. Bu Sharq Turkiston sürgün hukumatiningki xalqaro dunyoning hamma yeridan keladigan Sharq Turkistonliklar kelayotgan bir yig'in. Buningga yolg'iz G'ulom Osmon bilan Abdullat Nur degan bu ikki kishi qaror qila oladigan masala emas. Bu uning ustiga men 50 necha odam bizning parlamentoda saylam orqali men bu shu saylamning riyosatchiligi, ya'ni saylam tayyorlik komiteti raisligi saylangan u ikki odamning evitiga huquqi yo'q. U ikki odam faqatla shu vaqtlik bosh ministr, vaqtlik prezidentlar, ular kelajakdagi 4 yilning qarorini oldigan odamlar emas deb men bu xotinga bizning hukumatning ichki ishlarini tushuntirishga majbur qildim. Asli bunda bo'lish kerak emas. Sen shu yerga bormagan bo'lsang, menga telefon qilib, Umidga shu kontraktni menga yana bir avtib berayotang. Sen O'rta Osiyadagilarga shu tashqi ishlarga yozdigan xatda 1,5 ay sürdüngmi keyniga. Men avatsam yana avtotang tizimlikni deysa, yana avatsam yana avtotang deysa, men zirikmay sana avatpadim. Chunki mening gapimni endi sen mening gapimni angla. Sen mening gapimni angla, seninkini anglab bo'ldim. Avatdaga men savr bilan angladim. Hozir men savr bilan javob beryapman. Endi shuningga o'xshash sening ishing aldirash bo'lgandan keyin yo untug'liq bir nimasi bormi bu soliqning deb men ko'nglimga kelmasin deb tashqi ishlarga yozdiganga butun millat vakillarining tizimligini sen 1,5 oyda 3 qitim so'rab bo'lding. 3 qitim avatmadim. Shuningga o'xshashlar Mehmonxonningki kontraktnimi, to'xtamnimi Umidga ashuni menga bir avatib o'tgan bo'lsangiz, men vaqtim yo'q bu to'pdan izlab topolmayman desang, men sana yana avatib beratdim email orqali. Ama onu sen so'ramay shu mehmonxonaga berib, bizning hukumatning ichki ishlarini xotinga dapshirishing o'zi bu kasbiylik axloqiga uyg'un emas soliq. Bu yerda sen menga tuhmat qilding, u bu desang, mening sana tavsiyalarim qonunga bergin meni. Bu Amerika qonun davlati. U vaqtida bu qonun jihatdan shu ayolni chaqirib akiladi, u ayolni rost gap qilmay amali yo'q. Menmi boraman, senmi borsa. Buni qonun bilan bir taraf qilaylik qarasal. Sen qonunga borgin. Endi hozir ya hozir ya mening da'vat qayrim sen qonunga ber da'vatma. Bu yerda hech kimninkini xato to'g'ri demadim men. Bu ayolni yolg'onchi da'vatamsiz hozir. Yo'q, men hech kimni yolg'onchi demadim. Sen qonunga bergan da'vatma. Qonun bir taraf qilsin. Ammo biz hozir hukumatimizning ishini bir taraf qilaylik. Hukumatning amaliy masalalar sen deding, o dedi, bu dedi bilan bo'lsa bu ish hal bo'lmaydi. Shu hozir nima ish qilib ketdim, tepilmadi u sizninki demangiz. Sizniki bu top qo'ygan uni sen ko'rmagan bo'lishing mumkin, ammo men sog'an qarindoshlarning xabari bor. Aldirmay qarayapman men topdan. Ya uni aldirmay izlab. Sizning qurib olgan topda men yo'q, shuning uchun uni uqmayman, ammo asl topda qarayapman, unda bir narsa ko'rmadim hozirgacha. Ya uni biz bu yerda axtarib yurishga vaqtim yo'q. Men avatgan sana shuni dey, avatgan uni ko'rmay yo'q, bu yerda davatgan gap ko'rmay qolgan bo'lsam, so'rsang bo'ladi. Mehmonxonaga berishing oldin so'rsang bo'ladi. Aytdim dedingiz, qarayapman, unda yaxshi, menda nimishga so'ramading bo'pti uni ko'rmagan bo'lsam. So'rishing kerak. O'tganda men sizdan bir savol so'rgan chaqda
bir saat jidallashib o'tirdik. Ya'ni desam, Mushundaq so'qishqaq mijozli gapirmasang jidallashmaymiz. Chiroyli maslahatlashsang, chiroyli hurmat bilan gapirsan, biz ishlarni hal qila olamiz. Gap qildim. O'yintib beray, butun 1 soatlik gapimizni xalq o'yintib bersammi bo'ladi? Chiroyli dedim. Yana siz gapingizni nima qildingiz? Undan keyin ovoz bo'ldi. Oxiri kelishdikmi? Kelishdik. Sen anga yig'ilib bermayman dedim. Boshda birinchi bermayman. Undan keyin meningimi g'azbim tutdi. Shuning uchun bir-birimiz vaqtlashib ketdik. Demak, bir-birimiz partildik, tang partildik u yerda. Shuning uchun sen o nimalarni qo'ysang, seningmi o'zingning partilgan yerlari bor, mening partilgan yerlarim bor. Siz partildi. Sen ishonmay o'tsa, ochko'chi degandan keyin men dedim. Ya, Saylan tayyorlik komitetining raisiga keldigan mehmonning ismini bermaslikdek bir ahmoqonlik qilmaydi, ammo yana sana ishonganimdan, bu yig'inning oxirida bo'lib bergan deb kelishdik. Hamda hozir gapni shu yig'in, sen angla, gapni yig'inchoqlarib hozir nima ish qilibizga kelaylik, mayaning mazmuni kelaylik. Nima ish qilishimiz kelsa qarang. Kelaylik. Men bu yerda azaldan men hukumatni kuchlantirma deb ang kuch chiqarayotgan men. Buni hammadan e'tirof qiladi. Bitta mening chirishim bilan bir muncha odamlar chiydi. Bo'lmasa bu hukumatning boshida turib qoladi. Sen andishlaringni de. Endişlerimni manda de. Birinci endişim. Burun ketkenlarninki tüpeyledim muş jidalla başladı o. Burun ketkenlarni. Ya onundan emas. Aşı G'ulom Osmonning Mayra G'opur masalasidan chiqdi. Bu 10-ayning 6-kunigacha hammamiz shunda yaxshidik. Mayra G'opurni chiqarib o'taman degan taklifni bergandan keyin chiqdi. Sizlar alni achirib olgandan keyin, 3 odamni achirib olding, qayt istifa berib chiqib ketgan odamlarni achirib istifa berib chiqib ketganlarni akirmaydi desa, G'ulom Osmon 2 qitim istifa berib qo'ygan odam. Menda arxivlar bor, uni chiqarib o'taylik unda olsa. Chiqarib o'taylik. Men chunki u istifa berganda G'ulom Osmonni biz xizmat ishlab akirib olgan. Men qo'shilaman. Odillik bo'lsak biz axloqiy jihatdan iftiro atadigan, tuhmat qiladigan kishilarni chiqarib o'tish. Hozir istifaning gapini qilyapmiz. To'kpatga isbot yo'q hozir. To'kmat u bu deganga sening isboting qonunga berdayaptimi? Qonun. Bizning qonun o'rnimiz yo'q. Sen Amerika'nın hem Amerika grajdani hem Amerika grajdani. Manda yaxshi bo'lmaydi. Manda qilsak yaxshi bo'lmaydi. Adaqsa ovozinglarni kesib o'tadi. Hozir nima ish qilamiz shuni deylik. Gap chiqdimi? Ig'zingdan gap chiqdimi? Ig'zingdan Solih manda tehdit qildi degan gap chiqdimi? Chiqdi. Ovozingni uyingni yeyibsizlar. Bir muncha haqli men telefon qilib tun yerimda uxlatmay meni tillab hayin u bu deganlari bor. Shu sotqi bergan meni. Çünkü bizning davlatimizning sudi yo'q, ammo biz hukumatning ishini bir taraf qilay lazım. Ammo bizdagi qonunimiz bor, qonunimizda chiqib. Men ishqonlarning ovozini kesib etdim. Ovozinglarni anglanmayapti hozir xalqqa. Bunday maqsad bo'lmaydi. Bugungi maqsad bu emas. Tafsiliy bu ishni telefonda deyishinglar hozir umid yo'lga qo'ygan, umid bay o'tirg'i qo'ygan, nima ish qilamiz deganga javob beradi. Bundaq maqsadlar tugamaydi bu ish. Nima qilishimiz kerak, nima qila olamiz deganga javob beringlar. Agar yana igizpas ketsanglar ovozinglarni kesib o'tma. Ovozinglarni qayta ochdim. Nima ish qilish deganki kelsak, mau jidalni chiqarayotganlarni tepib chiqarib o'tish. Resmiy jidalni boshlab oqidan o'ynayotganlarni hukumatga kechirib, hukumatni nechinchi oydan tortib hukumatni hokimiyatni talashib olib olaman deganlarni chiqarib o'tish kerak. Ish qilmayotganlarni chiqarib o'tish kerak. Chunki bu yerda ish qilmaydigan odamlar yana hukumat 11-oyda solsaqmi baribir ish qilmaydi. Bir biznes yoz desam uni g'umilmaydi. Bir soat vaqtini chiqarib namoyish qilib tashviqot varaq taqis uni g'umilgan odamlar qanday millat xalqqa foydali yetkazay oladi. Kuylib yejib qilgida yetkazolmaydi. Hamda mayada ikkinchi bir yo'l, mayada kontraktni sen mi tutma, men mi tutmay, boshqa odam tutsin bir taraf. Ashunda qila olamiz. Uçakta sen menden gumanlanmaysa, men senden gumanlanmayım. Bay sizlavatdan ama sengi tushdiqmi? Başlandım mijozdan Solih. Çünkü meyada siz deydigan yerda numus qilmay yejib turyapsiz. İftiran etib qilib, yana men bunda demedim deb o'tirsiz. Töhmetni qilib. Yo'q, men sana qonunga ber deb bo'ldim, u gap tugdi. O gap tugdi, men hukumatni nima ish qila olamiz deyapmiz hozir. Hukumatni nima ish qilayotganligini deyapman. To'xtinglar, men bir savol so'rayman shada. Solih bir taklif qo'ydi bu yerda. O Solih deydi u, ya'ni shu kontrakt masalasi kelganda bir-biringlarga ishni ketmaydi ekansa, Solih deydi unda bo'lsa, biz
bir taraf bir adamga tutquzayli deydi. Ümit qo'shilamsizmi shunga? Bir taraf adam bu yerda parlamento reisi bu İlyas Şemsettin Efendi'ga o'tkazib berishimiz kerak. Agar o'tkazish bo'lsa, chunki bu hukumatning hozirgacha gaping, men sening gaping tugdi fikam. Endi sen jim turib tur, meninkini angla. Bu yerda parlamento reisi hozir G'ulom Osmonni biz huquqidan ilib to'xtatamiz. Ablat Nurni ilib to'xtatamiz. Bu yerda hozir G'ulom Osmon bilan Ablat Nur o'zini bosh ministr men prezident deb yurdi, biz parlamentda ilib to'xtatamiz. Endi bu yerdagi narsa nima desa, Qachon oy qo'ydinglar? Undan xabarim yo'q. Oy qo'ymay turib, o'zinglar oy qo'y, qonunniki, parlamentniki ko'p sonliq ovoz bilan ish qilamiz deb o'zinglarni ilib ish boshlabsan. ya o'yga soldigan shu yo'q. G'ulom Osmonning g'anini chiqarib o'tgan uslubidagi biz millat vakillar uning ovozini tatib olibdi degan uslubni bilan men Muvladagi bergan o'yimni İlyas Şemsettin bergan o'yini tatib olgandan keyin 6 o'yga qarshi 7 o'ylar saylangan. 5 o'y qoldi. Hozir Trump qarshi insonlar birmuncha Trumpni saylab qolgan, inshaalloh hozir Trump qarshi ul o'yini tatib olib Trumpni hokimiyatdan elib etalamdi. Yo'q. G'ulom Osmon unda nimishki bu nimani ilibdi? G'anini nimishki ilibdi? Çünkü G'ani parlament vekili emas, texi kandidat. Millat vakili bo'lib saylangan ama millat vakili kandidat degan bu yana çok o gap şu chiqirib keldi. Kandidat qonunimizni o'qib beqing. Shuning uchun men hammadan dedim, ishkili tarafdan qonun jihatdan gap qiladigan eng oxirgi kishisan. Chunki asos qonunni depsandi qilib turib, asos qonunda prezidentlik nomzotining yeshi 30 degan chaqda sen shuni depsandi qilib turib, o'zingning asos qonunni depsandi qilib 25 yosh turib, sen o'zingni nomzod ko'rsatding. Bu o'yinni o'zingni chiqardinglar, o'zingni shurimizda hamma o'yin deb turibsan olmay Salih. Sen shu yerda Mishada bir yazıklar, ishqillar to'xtanglar, ovozinglarni uzutma bo'lmasa. Mayada bu 30 yoshdan 25 yoshga tushirishdan gap chiqdi. Men bu ishlar boshdan oxir bor desam bo'ladi. Ya'ni hamma uchun anglab turdim. Buningda ko'pchilik nimani ko'zda tutdi deganda, Salih inimiz xeli bo'ldi 2 yil, amaz 2 yil bo'lganda, hamma ishini tashlab shu vatan millat uchun barlig'ini atab ish qilib kelayotgan bir inimiz. Buni hammamiz ko'rib turamiz, hech kim inkor qilolmaydi. Shunga shu ko'pchilikning fikri bilan aşağıda mush inimizga yo'l ochayli deb mush inimizni ayash, hurmatlash sababidan 30 yoshdan 25 yoshga tushagan. Shuning uchun Salih o'zini kandidat ko'rsatdi. Ham boshqa ishchilar bilan debate qildik, 9 soatlik debate. Jasorat bu oldi bilan Salih nomzod ko'rsatgandan keyin tushirildi yosh. Men to'g'rilab qo'yay. Endi qanday qilib bo'lmasin, ko'pchilikning ma'qulligi bilan bo'ldi deymi? Ha, ko'pchilikning ma'qulligi bo'ldi. Tamam, undan bo'lsa demokratiyaning prinsiplariga uyg'un. Tamam. Bunun uchun bu yerda asos qonun u bu deganni gap qilmaylik demoqchi. Bu yerda nemish qila olamiz? Hozir shu nemish qila olamiz. Hozir vaqtim berib qoldi. Bunda ustoz ko'pchilikni zeriktirib qo'yamiz. Sadiq nemish qila olamiz? Bir taraf turgan adamga nim qila olayli. Bir taraf turgan. O chaqda sen menim qilib, men mi tatib olib bu jidalni to'xtayli. Men to'ydim. Xalqmi to'ydi. Bu yerda o'yin o'ynamayapmiz, millatning taqdirini belgilaymiz deyapmiz. Bu yerda yolg'onchilik to'p, o'yinni to'xtatib, bir taraf turadigan odamdan birini tepib, u yaratgandanmi bir taraf turolmaydi. Chunki parlament raisiga ishonmaysan. Parlamentariy komitetiga ishonmaysan. Agar parlament raisi menda 6-moddada menda qaranglar, niminiki menda 7. maddesida turibdi. 8. maddesida birlam nima bo'ldi deb yozilgan. Birlam parlament WhatsApp gruppasi bo'ldi, birlam aqchi ko'kchi bo'ldi deb yozilgan. Buni bilmang, uni o'zingiz bilasiz. To'g'ri. Agar parlament raisi uni bilib turib, yana boshqa to'p qurib olsa, u qonunga xilof emas. Parlamentoning raisininki yig'in zalidan adminligini elib o'tish qonunliqmi bu? Parlamentoning boshlig'i parlamentni boshqarish huquqini bermaslik qonunliqmi? Turib turing. U uyalliq kelgan chaqda boshda Abdullahatni chiqarib yetibdi. Shuning uchun shu zamonlar dedim men hammanglarga to'xtayli mani, men urushni to'xtayli deb necha qitim deb ketdim. Hamma ovozni o'tirib qo'yib qo'yarman. Necha soatlik bo'ladi, necha qitim dedim men. Bu o'yinni to'xtayli, bu jidalni to'xtayli, birlikni saqlayli deb daim deb keldim. Shikli sanliga. Umma anglamaydi, bu anlamaydi.
Endi unda olsa men sana bunda javobni beray. Sening savoling tugdi emasmi? Men cho'zim seninki o'zingninki orzularingni deding. Men bu bo'ladigan ishni dey sana. Kontrakt senden savoli bilan boshlayman buningga. Mehmonxonaning ishlari hammasi tayyor bo'ldi. Pullar to'lanib bo'ldi. Men u mehmonxonaga aş millet vekilleri sen o bir tim beğenmedin hazırlıkçı benim maaşım yok da bir tim beğenmedin. Meyli milletvekilleri Amerika'daki milletvekilleri $1500 berdiğin buğan sen köpçülükten aldı da şu bizniki iyan toplagan faaliyeti benim maaşım yok ben işini beremeyim dep ottadın hem onun oldu dedi toxtaptı. Benim ailem nimi dedi uya bir yerden kildiğin dadam nimi dedi ben nimi dedim dadamga dedim uya bir yerden kildiğin mimarlığını biz kütümüz. Bu maaşın yok, dadan bu maaşımız yok, biz pul verememiz dedi. O pullarını nereden tip batsılar? Onu soraşına acıtı yok ama o bizdeki dadam kuruluş kılıdı. Üyümüzün sesi çıkıyordu. Hem de hükümetin birinciden hükümetin jığınığı kildiği adamlardan saylam tayyorlik komitetinden xabar oluş kerak kimga bilet deb provatimiz kimga hamma narsa hükümetin maliyasiga kirib dadang agar shu biletlarni ip berma degan bo'lsa Alloh razı olsun ammo shu pulni hukumatning g'azinasiga yotqizib hukumat orqali to'lash bu davlatchilik bu moliya prinsiplariga uydigan narsa. Shu bu yerda buning biletini ip berma deganiga Alloh razı olsun ammo kimning biletini ip berayotganligini hukumat bilish kerak. Bu gapni ishkirlab kirmayli. Endi misafirlarim nimalar bor amerikaliklar bor Onunkin hep ben mesela kilodağalla nait az buladı ki. Aşı pulni hükümetke yatkızıp hükümet biletini ipiriş gerek bu devletçilikte bu maliye prensiplerinde muçundar. Teşkilat namımdan kıldı. Çünkü o hükümetin tek itiraf kılmaydı o. Sen teşkilat bizninki Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti diplomasiya ve insan hakları işhansı Onu engellengen teşkilat Yok, onu engellengen bilen ağla ma nimile. Onu nim kılmaydı o. Demek ular seninki teşkilatınınki mimarları degan gap. Bu Şarkı Türkistan sürgünde hükümetinden emas da demek sana deganlaringdan. Üçün kilovatqalla. Merhamet kelsin onu qarşı almayız. Hem de hazır ben sana da mehmonxonaniki mehmon emas. Muş dava. Kelsin. Türkistan davasıga sıkışımız. Bizim fikirlerimizni koyumuz. Tüzük mansa biz kollayımız degenler. Vay merhamet kelsin bizmi şundaq insanlarni qarşı almayız. Hem de sana men şunday bütün mehmonxonaning pullari to'lanib bo'ldi. İlyar Şemsettin Efendi bilan men biz yig'dik o pullarni. Aşı Kanada qatnab turib men o pullarni yig'dim. Men xalqlarga hujjat yozib berib yig'dim o pullarni. Bu yig'inning shu pullari sening yanchug'ingdan chiqmani bilan bizning yanchuqlarimizdan chiqqanligi uchun men ash elingan pullarning bir tiyinigacha men hujjat yozdim. Mening ismim bor hujjatlarda. Shuning uchun bu yig'inga to'langan pullar to'lanib bo'lgan, men oxirgi kontrakt mendan turdi. Agar sening me'morlaring bo'lsa, menga ismini bergin, hatto yig'inning oxirgi kuni be, ya shu yig'in kuni be, men yotoqqa o'rinlashtirib qo'yma. Hatto sana Mana ismini bermeyme desang, mana deginki Ümitga mana 2 yatak kerak. Ya 3 yatak kerak, mana ayırıp qo'ying desang, ben sening nomingni yozg'izib qo'yay, shu me'morlarni shu yerga yotqiz. Manda garanti beray sana. Sen hatta sening ismingning qanday me'morni yotqizsang yotqiz. Ama sana 2 yatak demsa, 3 yatak demsa, mana kerak de, mana bu yerda xalqimizning oldida sana va'da beryapman men. Bu yerda to'xtam sana berilmaydi. Buni davrayib, to'xtamni men tuzgan. Yani mağma beğenmedim etme. Anlamağa siz. Hiç kimge berilmeydi o. Nimişke desen toxtam ben de. Çünkü pulunun bir tinidin tartıp men hüccet örüp yazgan dikin ahırgacha men igi çıkışı kerak. Kimning puli? Milletvekillerinin puli. Yüzünüzdeki pulunuz mu ya? Milletvekillerinin pulları. Milletvekilinin puli. Şu ular menden şunu talep kıvatıdı. Şu pulu bergenle Ümit sen igi çık deydi. Yenip sizlerinki ayrıvagan bölgünçü topunluk emas, asli top qaranglar. Bölgünçü değil mi? Bölgünçü desem eğer oturuşumuzdan faydası yok bu yerde. Biz birlikte bu oturuvatımızda. Sen özden ayrı varsan olmaydı da. Neymiş asli top kayıtmaysızlar? Ne çıkıttım? Parlamento reisinin reislik hukukunu bergende kayıtımız dedik. Beğenmedim. Karam ben onunla ağlığım dedim, damılım taraflığım dedim, biri kayıtıdım, biri koyan dedim, makul dedim. Hazır kirimiz eğer şu parlamento reisligini berip, 3 milletvekili toluq kayıtıp kirse hazır kirimiz. Topturunglar, Salih bir gap qildi, Ümit topturunglar. Salih bir gap qildi. Ben dedim, qaytırıp berdigan boldi dedi. Bu gapdan ben Abdulahab Qarimg'imi dedim. Hazır eğer işni chiroyli bir taraf qilamiz deydi ekanmiz,
Her iki taraf bir kadem kendine çekiniş gerek. Tönögönün Doğru. aldığın gün 50 yer berip Salih bilen 2 saat paranlaştı. Bu bizden arga düşüp kalan işimiz. Çünkü bizim maksatımız ma iş buzulmusun, yana bir setçilik Doğru. olmusun davatımız. Salih hazır dedi, ben dedim kaytırıp berdiğen boldu dedi. Oğal bala. Bu gap Yaxşı. çıkarsın, Ümit dedi, eğer aşını kaytırıp berse, biz hemimiz kaytıp kelimiz dedi. İşkinler yani birlik kelimiz bu Hammamiz işte. qaytib kelamiz. Hammamiz qaytib kelamiz. Aşında kılaylı toplu Evet. taktınla. Çünkü bir yerde bu halkınki bölünüp gitişi, hükümetniki bölünüp gitişi, ne sözgü menfaat ekildi o, ne mama ne başkasıga. Şu 10 ayının 6 günü ba milletvekillerinin hemmisi qaytib kelsa, biz o topqa qaytib kelamiz. 10. ayının 6'da 3 adamni açırıp aldınlar. Burun istifa beri vaga adamni açırıp Ya aldın. dedim go, G'ulom Osmonni istifa bergan, uni biz akirib olgan. Shu ayni vaqtda. Unda- Agar chiqish to'g'ri kelsa, G'ulom Osmonni chiqarib o'taylik, Ablat Nurni chiqarib o'taylik. Chunki Ablat Nurni hozir suspect. Buni Hiç kim emme adamni çıkırıp öteyle. yo'q chiqir, yaxshi chiqarib biz Ümit, chiqamaylik Ümit, davatimiz. Ümit, Chiqamaylik davatimiz. Ümit, bir Milletvekili minut, chiqmasa Ümit, bir minut. Hazır bir nimelerde birlikte kelganlar yaman teskik to'xtayotidu. Salihning bir gapini men xush bo'ldim anglab. Ya'ni men dedim, Ilyar Shamshiddinninki adminligini qaytirib bersin. Men dedim, qaytirib beradigan bo'ldi dedi. Bu bir yaxshi gap. Yaxshi. Endi Ümit efendimmi dedi, agar ashuni qaytib kelsa, biz hammamiz qaytib kelamiz, qo'shiladigan bo'ldik dedi. Endi ma 3 odamning gapini ayrim deyishyapsanglar, bu yerda talqinlashmasak, chunki 3 odam 60 odamning ishiga qanchalik ta'sir yetkazib keta oladi, uni bilmayman, ammo shu hozir degan birinchi qadamda agar ishga oshira olsanglar, Ilyar Shamshiddinninki adminligi asli keltirilsa, Mavo Ümit Efendi tarafdagi guruhdagilar hammasi qaytib kirsa, meningcha birinchi qadam besilgan bo'ladi. Avval mushundan boshlasak, andan keyin xotinning ishini bugun men qarasam, endi Salih bir taklif berdi. Bir o'tirdiki odamga qo'liga bersak dedi. Ümit Efendi o'zinikini dedi. Bunimi meningcha agar ikki to'p birlashsa, yana ko'pchilikning fikri bilan, chunki vaqt bek oz qoldi. Abayqanandek her adam bir qadam çekilip yol qo'yadigan bir shaklda qilsanglar. Chunki Salih mi deydi, biz bir yerda aşkımız bor deydi. Ümit Efendi mi deydi, biz bir yerda aşkımız bor deydi. Unda bo'lgandan keyin bu yerda agar sen ani qilding, sen bani qilyapsan, mani qilsang unda bo'lmaydi degan tursak, gap tugamaydi. Nemish qilamiz deganga qarasaqla bo'ldi ya. Shunga hozir meningcha nihoyat xushalliq bir ishlar bo'lyapti. Ya'ni shu adminlik ishi jiq ishlarga ta'sir qilgan. Men Abdulahab Nur Qarajimga dedim, bu bir cho'ng ish emas. Chunki u parlament raisininki parlament guruhiga riyosatchilik qilmasligi bu bir g'ayriy ahvol. Bu bir xatolik, tuzatilishi kerak. Bu cho'qim tuzatilishi kerak. Shu holda sizlar deysizlar, parlament qonun belgilaydigan eng yuqori organ bo'lgandan keyin parlament raisi shu parlament guruhiga kirib shu yerda riyosatchilik qilsa, andan keyin qonun bo'ladi. Qanunsuzlik bo'lmaydi. Shunga bu birinchi qadamni besishga bo'lgan va'da qilinglar, ishqinglar, mushuni bir ishga oshiringlar. Agar lozim bo'lsa biz Abdulahab Nur Qarajim bilan so'zlaylik, tez holda buni asli keltirsin. Andan keyin ikkinchi qadamda hozir asli bu ishlarni ba'zi qarindoshlarimiz yozibdi. Bu hukumatning ichidagi bu ishlarni asli bu to'pqa tashlamaslik kerakdi. Bu yerda uchuq demasliginglar kerakdi, debat qilmasliginglar kerakdi deydi. Albatta shundoq bo'ladi. Hozirgacha ishki qismda bo'lib kelgan. Ammo bir qismi chiqib ketib qoldi. Oxiri sizlar o'zinglar buni chiqarish qaroriga kelgachga men qo'shildim, ishkinglarga ochdim. Buningki maqsadmi? Endi bu sir bo'lmay qoldi, bu ish echilib ketdi. Unda bo'lgandan keyin hozir sizlarni butun dunyodagi Uyg'urlar ko'ryapti. Birinchidan agar haqiqatan og'zinglardan chiqqan gap rost bo'lsa, ya'ni 2 yillar davotisizlar, bir yerda ochimiz, bir yerda ochimiz. Mushu gapinglar o'g'illarning gapi bo'lsa, birinchi qadamdan boshlaymiz, boyaqi adminlikni asli keltirish, ikki guruhini bir qilish. Andan keyin 3 chiqarilgan vakilniki masalasi kelsak, meningcha bak cho'ng masala emas u. Chunki 60 vakil bor desak, 3 vakilniki ishi bu qadar cho'ng ta'sir ko'rsatmasi kerak. Undan boshqa umid qarindishim, mening umid qilganim 11 ayda 11 ayning 9-10-i mushu hammanglar
Hazır mayli parlament reisi olsun, cumhurbaşkanı olsun, baş minister olsun, hemminglar qalpıg'inglarni eptashlab puhra bo'lib borasizlar. Albatta, yani azroqla vaqt qoldi. Shu vaqtgacha bu qalpoq maqalpoq tanishning hech narsa yo'q. Ash kunni aşağıda birlikte oturup yig'in mezgilida 3 kun mezgilida qanchalik talassanglar talishinglar, xalq kimni saylasa shu bo'lsin, ishning usuli, hal qilish usuli mushu bo'lish kerak. Shunga hozir qalpoqni aptashildi, maqalpoq bu xalqimiz saskandi, ishonsanglar bu gapdan saskandi. Hech kimning anlig'isi yo'q, hech kimning qalpog'ida, hech kimning shatig'i yo'q hozir. Hech kim tunmaydi unda qalpoqni. Unda bo'lgandan keyin hazır takallasak gap tugmaydi. Men birinchi taklifimni qo'ydim. Buningga qo'shilamsizlar ishqinglar. Ya'ni adminlik asligasin ikki guruhni bir qilaydi. Buningga qo'shilamsizlar. Ben qo'shilmay, aşı millat vakilleri qaytib, hammamiz to'liq qaytib kirsa, adminlikni İlyar Shamsiddin apandiga bersa, hamma ish tuzildi aslida. Aş 10. ayning 6-sidagi millat vakilleri hammamiz kirsa bo'ldi. Bu yerda jasoratsiz bir narsani deb o'tib ketdingiz. Bu 3 adamni bir yoqqa qo'yib turaylik dedingiz. Bu yerdagi 3 adamning ismi bilan munosabatsiz bu. Bu yerdagi narsa bu shu hukumatdan xohlagancha odamni xohlagancha chiqarib, bu xalq saylagan millat vakillarini xohlagancha chiqarish masalasi. Bu prinsip masalasi. Bu yerda bu odamlarning chiqarilishi xato. Shuning uchun bu yerda yangi hukumat qurilguncha hozirgi sobiq prezident davatgan G'ulom Usmon bilan hozirgi biz ishonmagan, adolatiga ishonmagan Ablat Nurning chiqargan qarorlarini biz qabul qilmaymiz. Demak, bu odamlar chekinish kerak. Hozir siz degandek, qalpoqdan chekinish kerak, chunki 11-oydan tugaydi. Siz mi chekining? Ben mi chekinay? Agar chekinaylik. Shuning uchun tugaydi, mojaro tugaydi, hukumat. Shuning uchun parlamento raisiga o'tkazib berishimiz kerak. Butun boshqarishni parlamento raisiga o'tkazib berib, parlamento raisini kelib tunagan degan gaplarning hammasi bormaydi. 2 soat gaplashib parlamento raisi boshqarish kerak. Hozir chunki biz G'ulom Usmonni e'tirof qilmaymiz, Ablat Nurni e'tirof qilmaymiz. Unda bo'lgandan keyin hozir bu yerda bo'linishning oldini olishning birdan-bir chorasi parlamentda umumyuzlik bütün parlamentin boshqarish huquqini parlamento raisiga bersa tugaydi. Menmi shu nimaninki qurultayning hamma to'langan pullar, hamma resit, hamma to'lanib bo'ldi, men topshirib beraman sizlarga. Ya'ni bu yerda parlamento raisiga topshirib beramiz. Yoki qaytadan o'yga solamiz, boshqadan parlamento raisi degan parlamentning birlikni saqlab qoldigan odam. To'g'rimi? Har qanday nimada. Parlamentdan chiqib ketmaydi. Boshqa to'p qurib olmaydi. U xato parlamento raisining huquqini vermasa chiqib ketmay nima ish qildi u parlament? Huquqini elib etishdan burun bo'lgan ish bu. Undan keyin yana men dedim, huquqida elitimiz deb nurg'un jidali bo'ldi. Men dedim, uni aralashmayman, elib etmanglar. Bu ishni buzmanglar deb ishkili tarafga men nurg'un yolvorib ketdim. Ishkili taraf anglamayotdi, millatni o'ylamayotdi. Ya'ni shu shaxsiy shu siz manfaatni o'ylayapsizlar. Manfaat emas, davlatning manfaati bu. Kim qirilyapti yerda? Qarindoshlar bo'layapti. Tamam, gaplarni biz nima qilaylik? Hozir endi agar birinchi qadamda basmay turib, ikkinchi qadamga o'tkazib bo'lmaydi. Shunga birinchi qadamni nima qilgandan keyin agar ikki to'pchilar Salih qo'ndan. Turib, ilyar dedim men. Sana buni achirdi. Men seni chiqirishingga men qarshi. Chunki men qonun tarafida turman. Chiqirishingga qarshi. Ammo axloqsiz qilgan kishilar millat o'zini millat vakili deb olgan bo'lmovchilar, kandidat millat vakillari axloqiy jihatdan, mojihatdan, u jihatdan to'g'ri bo'lmagan kishilarni chiqarish mayada haqqi bor qonunda. Uni hammamiz qasam qildik, qonunni ijro qilamiz deb. Ijro qilmayapmiz. Hammamiz ko'zimizda demokratiya deyapmiz, amaliy demokratiyani uyushtirolmayapmiz. Chunki bizga amaliy demokratiya aqmaydi. Amaliy demokratiyaning nima ekanligini bilmaymiz. Uni ijro qilish qonunimiz nima? Advokatimiz yo'q, nima sudlarimiz yo'q, mahkamalarimiz yo'q, soqchimiz yo'q, istixborotimiz yo'q. Demokratiya aqmaydi deganiga ishonmayman. Demokratiya nima ish aqmaydi? 10-ayning 6-si demokratik shunchalik yaxshi bir debat qildi, eqibot qattiq. Ya, demokratik shu demokratik qilgan bilan 1000-yillari chiqaryapti shu demokratiyani deb Uyg'uristonchilikni tashviq qilyapti demokratiya deb. Ammo birinchi nizomnomamizda birinchi moddada Sharq Turkiston deb yozilgan. Ben qara, ular Uyg'uriston deb Sharq Turkistonning nomini Uyg'uristonga o'zgartimiz degani yo'q. Ma Turkiyaning misolini aytay. Turkiyaning Kurdlarning o'zining bir partiyasi va Kurdiston
qurimiz deydigan. Ammo parlamentoda xalq qo'llagan uchun ashula o'zining partiyasi bor. Hatto Salohiddin Demirtash hozir turmada jinoyat o'tkazdi, terrorizmga yordam qildi degan jinoyat bilan turmada turib, ammo millat vakillik ilinmadi uniki. Hozirgacha parlamentda millat turmada turib millat vakillik o'zining o'yini qilindi. Ammo sen da'vatsanki millat vakilligini xalq saylagan millat vakilidan xohlagan chiqarib o'tmadi desa, bu diktatorlik. Qarang, xalq saylagan millat vakillari deysa, ammo nizomnoma degan bir narsa bor. Turkiyalar davlatlarning nizomnomasi bor, ammo ular millat vakilligidan yeb chiqarib o'tmaydi. Qaranglar, u rasmiy millat vakili emas-ki. Emas-ki. Ana desa yana to'xtinglar. Bunda qisaq tugmaydi. Bunda qisaq men ekronni o'chiribman. Bunda qisaq tugmaydi. Salih, 1 minut. Salih, 1 minut. Hozir endi bu gaplarni hozir chiqinglar, bu ekranda yeyish bilolmaysizlar. Ishonsanglar, yeyish bilolmaysizlar. Mumkin emas. Anda bo'lmasin. Ben yo'q desam ham qutulishlar. Zaten beni tepishtirib uchun o'rnamaslar. Ya senin niye ke davatımız? Salih soğuktan bulun. Seni ketme davatımız ama ketime desen amalı yok. Sen de tepilmezsin. Yalgan söz yapıp hainde hakaretle bilen haklığa tılpın kıldırıp piç tüneyerimde. Ben gepamla üzüv ettim. Gepamla üzüv ettim. Salih. Salih, gepamla üzüv ettim. Ümit, hazır avazınlar yok. Hay, hay. Köpçülük anlamayatıdı, gepinglarni üzüv ettim, Salih. Calm down. Hay. Bunda qilsanglar men programni uzaytman, oxiri chiqmay qoldi. Bunda qilsanglar bo'lmaydi. Men ishkanlarning ovozini uzib etdim, hozir ulayman ovozinglarni. Bir chiroyli bir nuqtaga kelgan to'q, yana qaynab ketdinglar. Bunda qilsak men bu programni davomlashtirolmayman. Mening orzuyim ishkanlarni birga akilish orzuyim bir o'rtaqlik hosil qilish. Allohga shukr bo'lsinki, hech bo'lmasa bir nuqtada o'rtaqlikka keldik, ya'ni adminlikni asli keltirib ishchi guruhini bir qilish. Bu birinchi qadam, eng muhim qadam. Agar bir sonlar deysizlar demokratiya oqmaydi deysizlar, bir sonlar deysizlar demokratiya oqdi deysizlar. Menimcha shu ishchi guruhi bir bo'lgandan keyin 60 odam orasida bu gapni o'zinglar bir kun vaqt ajratib 9 soat debat qilganga o'xshash, hamma parlament a'zolarini yig'ib debat qilib, ashada masalan, 3 vakilni qanday qilamiz? Bu demokratiya oqmamdi. Masalan, bir yig'inni bir yerda saqalamiz deganda, menimcha shu guruhida, birlashgan guruhida o'zinglar ashada talash tortish qilib bir taraf qilsanglar deyman. Gap tugadi. Tamam. To'g'ri, xuddi shu jasoratsiz degandek, meni 54 odam qatnashgan Zoom yig'inida shu saylam tayyorlik komitetining raisligi saylagan. Agar meni elib o'tish to'g'ri kelsimi, ya'ni butun shu parlamentni to'plab shu yerga o'yig'i silinish kerakki, undan keyin meniki parlament raisligi keladi. Bu shu topda hammasi birlikka kelganda bo'ladi. Tamam. Shuncha oldida biz hammamiz birga yashashimiz kerak. İşçilik kelgin olmasa men necha haftaning yozi kelinglar qaytib nim qildi. Chiroyli so'zli she'rida Salih. Birinchi qadamda agar shu digininglarni ishga oshira olsanglar, birinchi qadamda bir yerga kela olasizlar. Bu birinchi qadam cho'qim besilish kerak. Andan keyin menimcha bir nim qilinglar, oranglarda bir sho'ng yig'in ichib, buni bir talash tortish qilinglar. Shu 60 millat vakili boyada bir chiroyli bir taraf qilinglar. Endi bu ikkinchi masala, hozir bugun nima qilishinglar bu ekranga chiqib qoldinglar deganda, oranglarda yana bir satchilik yuz berishning oldini olish uchun bir yerga keldinglar. Chunki agar bu gap sirma emas bo'lib qoldi, teshib chiqib bo'ldi. Agar ikki tarafda yig'in ichib qolsanglar, hozir xalqimiz diqqat qilsanglar, to'g'rilarda tortishgan, talash tortish qilayotgan, masxara qilayotgan
tüküründü hükümet, süpüründü hükümetten keyin ahırı çüpürendi hükümetinin dünyaya kelamo degan acayip sesketler var, uzun maqalalar yazılıp Muşu çüpürendi hükümetin barlığı kemmesligi üçün çoğun bir yerde yığın etişinglar gerek. Ben bugün iş kılışımda işkanlarının arasında pek talışıp ketkedek çoğun iş mi yok? Pakatlar Yok, asli talışlığa iş yok asli. Asli onda iş yok, asli aralarda çoğun bir iş yok ki. Asli tünü gün Salih bilen aldığın günü eller paranlaşkandek Ümit Efendi bilen Salih mi oturup ya bir yer körüşanmısanlar telefonda olsun bir çıraylık paranlaşkan bolsanlar ağabayqandek biraz uquşmaslıqlar bak ya Ümit Efendim evet kendisini Salih Efendim köremay qalgan yerler bak ya mushundaq bir ishlarni oldini olib bolar ya Salih hozir Ümit dedi bu kontrakt pek mühim narsa emas agar mehmoningiz bo'lsa mühim sonini bering 2 yoki 3 deb men Salihning nomida 2 yoki 3 yotoq olib qo'yay men kepillik qilay Üvetip ben tehiçe diginim. Yeni üvetip ben tülgen İlyar Efendim mum dedim. Üvetip ben desem hemen üvet gizip ben dedi. Ya İlyar Efendim sen qancha yatak gerek Salih şunu de 3 yatak mı 4 yatak mı 5 mi şunu desem ben senin namыңды ayırtıp koyayım. Bir karvat mı? Mesele şu. 3 adam ya 4 adam yatqın oldu bir yatakta. 2 karvat var bu yerda. Ötkende men bassam o ayal 2 karvat yok degenti. O xata tushgan cho'pqaga o'xshaydi. Biz ko'rib ag'a yotoq tursa. Kerak bo'lsa bir king karvat degan chaqda kingni bilsa o'zing. Odatda king karvatda normal Arxotullah flydi kang karvat. Bu yerda kerak bo'lsa 2 odam yotadi. Oyoqda bir sofa bet bor. Uningda kerak bo'lsa 2 odam yotadi, kerak bo'lsa 4 odam yotadi. Bo'ldi-ku. Endi qoldi-ku bu gap. Yani Salih bağında neydi o? Salih'nin erişken uçuri taq karvatke yani bu her bir yatakta bir adam yatsa ya o qanda desa bu Amerikada yalnız karvat deganimi desimi o bu yerda 2 odam yotadi. Yo'g'on cho'ng karvat o king size deb qo'ydigan. O king size karvatning yanida yana bir safaliq karvat bor. Kerak bo'lsa 3 odam, kerak bo'lsa 4 odam yotqin bo'ladi. Salih buni bundan bildi. Xato tushgan cho'pqaga o'xshaydi seningda yolg'iz karvat deganda. Sofa achirpirmiz dedi. Agar ya sofa bet bor ashada, sofa betlik suite u. Sofa including sofa bet degan room. Hotelda men ishlayotgan 15 yildan hotelda ishlayotgan odam men tutgan yotoqni o'zim bilmamdim men. Men boshqa o'jir ko'rsatga o'xshaydi. Chunki birlam karvat turdi. Undan men dedim, "Ba 2 kishilik karvat kerak desa biz sofa deb bir narsa achirpiramiz" dedi. Okey dedim. Shuni ya sofasi bor u yotoq. Shuning uchun sen menga qancha idasini men jiddiy talashishdan men to'xtadim. Shu so'ng manchilik odamga menga yotoq ayirib Umidga desang, men senga 4 yotoqmi, 8 odammi? Ha. 8 odam 2 dan yotamdi, 3 dan yotamdi, shuni so'rayman. 3 dan nim qilmaydi, 2 dan. Ha bo'ldi, unda buni keyin ishqil bo'lamiz. Ha bo'ldi, uni deyishib olamiz. Men senga aytib beraman uni. Ya'ni men da'vatgan gap mayada birlikni saqlab qilish tufaylidan ba'zilar, ya'ni Arsenalda ba'zilar qasdan meni jidalchi qilish uchun tillab og'zini buzayotgan odamlar bor. Ularga nima ishga javob bermaysizlar? Shuning nimasi? Nima uchun? Ümit mushunga bir javob beringlar. Nima ishga javob bermaysizlar dedi. Nima javob bermaysizlar? Siz masalan, men qilgan u meyli uni töhmetlab itiraf qiling, meyli nim qilmang, ayada bir yolg'onchilik aralashib qoldi. Meyli xuyingiz tutib ketib aralashib qolgan bo'lsin, meyli tushunmay aralashib qolgan bo'lsin. Uni deyish bo'ldi, hozir bir narsa eslab qonunga bor dedim-ku. Agar meni yolg'onchi desang, qonunga bor dedim-ku. Qonunga bor deb ham o'tmaymiz bu xalqning oldida. Nima uchun itiraf qilg'il unmaysiz da'vatime? Bizning sotimiz yo'q deb o'zing deding. Sen Amerikada xalq bizning sot bo'ladi. Men bu qonunga qarang. Men bir sentim bo'lsa, men u bir sentimni Uyg'ur qarshi ishlatkim yo'q. İlacı var o bir sentimni meyli Uyg'ur men dushman ko'rsin, meyli ya unda o'sva Salih. Ma gaping nahayat yaxshi gap qilding, fikr. O'zingni beselayotsa hozir. To'xtab tur, o'zingni besib olding. Turib, men millatimni o'ylayman. Men millatimning manfaatini o'ylayman. Men o'zimniki shaxsiy manfaatimni uning bilan o'ylagan bo'lsam, bu yerda turmaydim. Birinchisi. Shuning uchun men seni az qilib yoki boshqasini az qilib yo boshqasini tushmayman. Ya unda olsa sen yaxshi gap qilding. Unda olsa sening menga ko'nglingni og'ritgan taraflarini men kechirma, sen meni kechirsan millat uchun bir-birimizni kechirib yutimiz. Biz bu yig'inni men sana bir taklif berib qara. Bu 10 oyning 27-kuni
Şu xalqqa Onuncaning ya turib xalq tushuntirishimiz kerak. Chunki hozir qadar xalqdan menga yomon Sen- kelyotdi. man qara Xalq- sen shu hotelga men bilan aloqalashib borgan bo'lsang, hech qanday ish bo'lmadi desalik. O'zingdan so'rab baq. Men shuni deyman, nima uchun u yerga bording desak, bu gap tugmaydi qara. Shuning uchun nimaga bording, nima uchun manda deding devasak, bu gap yer tugmaydi. Shuning uchun senmi o'zingning ashak xato berib qolganligingni, senmi iqror qil, uni bo'ldi. Kechirim qildik bir-birimiz. Men bu yerda meni elchi deb qo'yib qo'ydinglar bu. Bu yerda parlamentning nimasi bilan elchi deb nima qildinglar? Menga Amerikadagi bosh elchi. ha, Amerikadagi bosh elchi. Amerikadagi bosh elchi parlamentniki nima qilamdi? Bosh ministerni anglamdi. Bosh ministerni anglaydi. Westminsterni parlamentdan elvatdik deyapmiz hozir. Uni parlamentda o'tir qarorda u yerda men o'ylash nimasida men yo'q dem. Ha, menimi Saylam tayyorlik komitetidan elvatgan chog'da parlamentda butun qarori bilan saylangan odamni 10 odam qaror qilib elvatgan huquqi yo'q. Ashunga sen tushunding. Biznesi bakken Oliy kengashning huquqi yo'q hozir. Oliy kengash Tamam. Ahmaydi. Gap bir chiroyli ketyapti. Yana qiyib ketdinglar. Kichkina qiyib ketdinglar. Ben bir taklif bereyim Salih. Ben sana bir taklif bereyim qara. Mazmun kelay. Men sana endi abay sen bir taklif berding. O parlamento reisligininki birdan bir parlamento reis boshqursin parlamentini hammamiz shu yerda to'planaylik. Ha. İkinci talabim va 10 ayning 27si o'zing bilsa biz ikkinchi qitimliq va oxirgi qitimliq Zoom yig'inimizni o'rinlashtirib bo'ldik oldingi qitimdek. Hammamiz shu Zoom yig'iniga kiraylik. Shu yerda Zoom yig'inidagi bu fikr talash tugagandan keyin meningki saylam tayyorlik komiteti reisligimni parlamentga uyg'i salaylik. Agar shu ko'pchilik umid bu ishni qilinmayotdi yo qilinmadi hozir desa, ashadikilar qaror qilib elibassin. Yenidan bir odam bekitimiz desak, shu yerda qaror qilamiz. Ammo bu hozirlik vaqt o'tib ketgan odami kam Oliy kengashning qarorlarini biz e'tirof qilmaymiz qara. Shuning uchun adil bo'lsin desang, sen Abay G'ulom Osmonning aqidi mangmayman, men Abdulat Nurning aqidi mangmayman, da'voning deding. Biz ikkimiz menga kelishgan maqsadimiz bir yerda yig'in ichib, xalqimizga bir men qonun qasam qilgandan keyin qonun bo'yicha menga men qonun bo'yicha mengatyapman. Shuning uchun qonunni talab qilyapman. Shu parlamentni hammani bir yerga kelib, shu qonun bo'yicha saylam nizomnomamiz bo'yicha agar ko'pchilikni o'yga salaylik. Yazmen nim deyapman, Ümit efendim. Şaptını yazmen şikili tarafı nim deyapman, birlik kelaylik. Ha, undan bir yerga keldik shu hozir. Bir demelep, ya yalgızlam şikimiz emas, hammamiz bir yerga to'planib, vaqtimiz 24 soat topimiz bir jimjit turib tursin. Biz charchadik, dam olaylik, uni tamoq yeb, biznesini qilib, bir naqshamlamsam, biznes qilib, oilanglar bilan vaqt kechirib, undan keyin charchib ketgan kalla sal pastlagan chaqda undan keyin paranglashayli, demidimmi, dedimmi? Dedimmi? Ya dedim, ondan keyin meni chiqarib etdi-ku bular. Parlamentdan undan burun ya hozir uni qilding, buni qilding deb tatsak, Salih tugmaydi. Hozir qanday qilamiz deganda men taklif beryapman. Ma parlamentning nimasini qayta nim qilish kerak. Parlament o'ylash kerak. Hech kim bu yerda vazifasini mesela u sizlar buni vazifadan edilib buni e'tirof qilmaymiz deydigan ish yo'q. Chunki u parlamentning nimasidan butun nimasini olmay prezident nimani vazifadan ish yo'q. Shuning uchun sizlarningmi, ya'ni sizlarningmi deganim, u xohlagancha millat vakillarini chiqarib o'tma deydigan uning huquqlari yo'q. Shuning uchun hammamiz bir yerga kelishimiz kerak. Parlamentda o'rtaq qaror berish kerak. Fikr chiqarayman demayapman. Men fikrlarimda masalan ba'zini chiqarib o'tishga qarshi turdim. Masalan sizlarni chiqarib o'tman dedi. Men tunigan Ilyarov apandimni so'rab boqinglar. Sizlar menga anda gap qilgan taqdir bilanmi men qonunda turman deb Ilyarov apandim deb chiqarib o'tishi xato. Bo'lmasa Ilyar apandim xato dedim men. Sizlarni chiqishingni xato dedim. Ishkili tarafdan o'tibdi, men ishkili tarafni birlashtirishga to'g'ri. Ishkili taraf bir narsa berish kerak. Diplomatiyada negotiation ashunda bo'ladi. Ummi ching turib olsa, bummi ching turib olsa, ishkili shu mandalam keladi. Xuddi ikkimiz mandat qanday. Men bel qo'ydim. Men biznesni bel qo'ysam, siz yanama ching turib olasiz. Siz men yomon nim qilib olasiz. Yo'q, shu hammamiz bir yerga kelishimiz kerak. Shuning uchun bu yerda sizmi ching turib olsangizmi bo'lmaydi, menmi ching turib olsam bo'lmaydi. Men sal bo'shagandan keyin sizni unga hurmat qilib, ya masalan sen hozir nimaga bo'shading hozir sen? Masalan dedim, bo'shaganim men zaten tunigan Ilyar apanning deb bo'lgan. Bu umidni chiqarib o'tishi, parlamentdan chiqarib o'tishi
qonunga xilop uni qo'shilmayman dedim. To'g'ri. Chiqarib yetishingizmi, vazifangizdan ilinib ketishimi yoki to'pni boshqarishingizmi, unimi xilop deb qarayman. To'g'ri. Qonunimizniki manchinchi moddasiga uymaydi ekan deb dedim. Shuning men ular gap qilay. Siz oliq gap qiling. Bo'ladi. Kelayli. Biz sizni qaytirib achirib keldi. Biz ya qaytib kelayli. Bo'ladi. Madem birlikni saqlab qolishnikini tüpeyledin nima qilyapman men shaxsiy o'ylamaganligim uchun dedim. Mayli siz aning qayliq qiling, men ma'ning qayliq qilayli deb o'tadi. Bo'ladi, to'g'ri. Oxirida 12 yarim javob berdim. Unimadi, ular nima qilmadi? Ya'ni shu bizniki nima kelsa bizniki qet olsin, bo'lmasa uy qolsin degandek bir gapni qildi. Chunki parlamentodikilar hozir birinchi shart qara. Millat vakillariniki sizlar davatgan shu topdan bizni chiqarib etgandan keyin mening huquqimni ilib etdim degandan keyin bu yerda nima desang qara, biz yana birlik barobarlik uchun tayyorlikni qilaveramiz deb qilaveryapmiz. Bu yig'in hamini ichildi. Bu yerda shuning uchun hozir ikki yerda ichilib qilishning oldini olish uchun bo'lganini davatmiz. Bu yerda ya ikki yerda ichildi, ya ichilmaydi. Shunami? O sen ming qarshilik qilsangmi, bu biz tarafdan yig'inni ochaveramiz. Biz qarshilik qilsakmi, sen ochgan bo'lsa ochaversa. Ammo bu yerda bir yerda ochaylik deyish uchun nima kerak desang, parlamento raisi boshqarish kerak. Bu Ablatnur chekinib chiqish kerak unda diktatorlikdan. Diktatorlik qaranglar. G'ulom Osmon diktatorlikdan chekinish kerak. Shu vaqtida o'shildi bu ish. Diktatorlikdan bundadan deb diktatorlikni qilmayli bu yerda. Nima qonun xilop bo'ladi. Bu yerda uni desak, burmoch narsani yana so'rab o'tkazsak bo'ladi. Bu yerda uchun bo'ladi. Yig'ib aytganda mening taklifim men dedim, chunki men ma'niga ma'qul dedim. Men qonun taraf turman. Qonunni men obdan o'qib chiqdim. Chunki men u qonunni inglizcha tarjim qildim. Obdan o'qib chiqdim. Shuning birdan nima qilib tushunmaganlarimni dictionary lug'at qarab tushunib tarjim qilgan odam men. Shuning uchun qonunni men obdan bilaman. Shuning uchun dedim, qonunda ma'lum ishkili tarafdan xatolik o'tdi. O'tganda men ishkili taraf xatolik o'tdi. Har doim deb kelyapman, xatolik o'tdi. Ammo bir-birimizning xatoliklarni e'tirof qilishimiz kerak. Bizning Uyg'urlarda nima bor? Xatolikni e'tirof qilgan unmaymiz. Unmaymiz. Bizniki nima shu? Bu cho'nlimi bo'lsin hech kim e'tirof qilgan unmaydi. Birinchi qadamni bosaylik, unda parlamentoning raisligini Ilgar Shavkatni qaytirib bersin. Yo'q, qaytirib berish kerak. Ammo qaytirib bergan chaqda men uni bo'ldi qilayman, ma'ni tip chiqayman deydigan nimasimi yo'q. Unda qilmaydi. Ammo shu parlamento rais tarafidan boshqarilsa, bu ishlar birinchi qadam besilgan bo'ldi. Bo'ladi. Uningga men tunaganlam buningga deb bo'ldim Ilyar apandimga. Ammo u o'zini nima qilib olgan kishilar mayada qasdan jidal chiqarayotgan, zaten bu jidalni 3-4 odam qilyapti. Burada sizni qanday qoyil qildi yoki biznes nim qildimi uni uqmayman. Bu yerda ismlarini atab qo'ygim yo'q. Ammo ularga to'g'riliq burmoch nima bor, sizga aytib bersam bo'ldi. O'zingiz o'ylab boqing, bu qanday inson deb. Buning maqsadi nima deb o'ylab boqing. Agar haqiqatan vatan millat xizmat qilgisi bo'lgan bo'lsa, bunda u yalla nim qilmaydi. Shu vatan millatga ularningki xizmat qilish niyati bor deb qarayman. Xuddi G'ulom Osmonlarni Ablatnurni shu hukumatga eng cho'ng ziyon yetkazayotgan deb qarayman. Sen a'loni anda deb qaraysan, shu bu yer farq shu. Shuning uchun hozir eng muhimi, hozir boshqa narsani talashmay, uni chiqiramiz, buni chiqiramiz degan narsani qo'yib, hammamiz bir to'pga kirib saylovni g'imini qilaylik. Saylovda kim saylansa, sen saylanamsan, boshqa nomzod saylanamdi. Shu demokratiya bu. Shu boshqarsin. Men doim yana hamma odamlarga yana deyman, qonunimizni o'qinglar. Men qonun bo'yicha turaman. Ammo aramızda milletimizningki, devletimizningki davosimizga ziyon soladigan ishlar bo'lsa, men bu yerda yo'q. 100% davo soladigan hech qanday odam yo'q bu hukumatda hozir. Yana buni takalishib o'tmayli. Uni takalish hozir ayirmanglar. Yana unda adam bormi yo'q ayirmanglar. Hozir bir o'rtaq fikrdinglar. Nəhayət yaxşı bo'ldi. Məyədə qaranlıq xalqның ümidini üzməyli. To'g'ri. To'g'ri. Ma gap yaxshi bo'ldi. Kutibotdi buni 100 ming qitim deb ketdi. Yana men deydig'ini
Biz meyada ma işini to'xtatib, ma parlament bo'yicha mangayli. Parlamentimiz To'pto'g'ri. turibdi. Parlament bo'yicha mangan taqdirda ma qonunimizga xilof qilmayli. Qonunimizga bo'yicha mangayli. Qonun qanday Olsa shu birinchi qadam parlamento raislik o'rniga kelsin parlamentoning raisi. bo'ldi. Unda prezident Hamma narsani qonunni ko'rib turib, ha, qonunni ko'rib turib, shu qonun bo'yicha hozir hamma narsani parlamento boshqarib tugaydigan narsa. Tamam. qonun bo'yicha hamma narsani parlament boshqaradigan deydigan bir narsa yo'q ekan qonunda. Qonunni chiqaradigan parlament. Ammo qonun chiqarilib bo'lgan qonunlarni ijro qildiradigan executive. Kelajak 4 yil uchun men yana birini dastlab abay sen deding-ku, bular texim millat vakilim bo'lmadi, kandidat bo'ladi deding. Kelajak uchun agar mushta ayırsak, nurg'un narsalarni biz koni yeni demay qarar verdik. Bularda ayrımıdık. Seninki 30 yaşlık nimangni tövenge tushirishdi-mi, koni yeni demay o'yg' verdik. Bu yerda hammasini birga deb qaradik. Endi nima ish qilamiz desang, shu hammasini hisoblaymiz millat vakili deb. Chunki sening 30 yaşlık 30 yaşdan 25 ga tushagandimi, bularni sizlar kandidat demagan to'q. Shularni o'yga qo'shilgan. Endi bu yerda qonun bilan ish qilamiz desak, hammasi mush qonunning ichida. Agar bu yerda kandidat deydigan bo'lsak, undan men deb beray. Kandidat desak, hozirgi G'ulom Osmonning, Ablat Nurlarninki hozirgi ijroiyadagi vazifasi bor degan taqdirdimi, kandidatlar uchun qaror qildigan hech qanday huquq yo'q. Chunki ular kelajakda 4 yil uchun kandidat bo'ladi. Agar ularning masalasidan oq ko'rinishidan masala chiqsa, va yangi qurilgan hukumatda bir sud qurilib, shular bir taraf qilish kerak ularni. Hozir qonundan o'qib bergan qo'shimcha qonundan keyin. Chunki hozir millat vakillari Abdullatninki adolatiga ishonmaydi o kadar. Ümit, ben gepinglarni kesib o'tmasam bo'lmadi. Chunki soat hozir 1ga bordi, bizning mayat 2:30 kecha oldi, mening uyqum kelib ketdi gapning ochig'i. Bo'ldi, birinchi qadam. Hozir men bugungi suhbatdan bir qanoat qilgan yerim, ishqilma bir muhim nuqtada birlikka keldinglar. Bu to'g'ri. Bugungi ishimizning ufqi mushada bo'lsin, Salih dedi, xalqimiz umidsizlanmasin, bir yerda ajal deydi, Umid efendimi deydi. Biz xalqimizga mas'uliyatchan bo'lishimiz kerak. Bu ikki guruhni birlashtirib, bu ishni shu yerda hal qilaylik deylik. Tamam. Bugun Şaptı bu cidalını qıpçıydık. Şaptının aldığında men o'xshash teklifni bergandim. Onu anladık Salih, onu anladık. Ne çıkartım dediniz? Biz bilimiz bu işini. Rahmet şunda sizler pişkeden belgenizge. Hem de bu işini tekrar deyilip getirmez gepler. Şimdi bir qadamdan ilgirilasak Salih g'alaba qilamiz. Kunda mushunda bir mazmundan g'alaba qilsak, bir mazmundan birga ishlab turib, bu qurultay nəhayət g'alabalik içinidi. Tamam. İnşallah şu diginanlar kelsin, ishkilanlarni og'zidan shunday yaxshi utuqlar qavatıdı. Bugun 2,5 saatga bordi bu debate, endi debate demayli, mungdushish deydi. Nurg'un xushmasliklar aydınlaştı. Ama inşallah diginanlar yeri şu birlik kelgan yeringlardan boshlangan ishni, shundan boshlab ish o'ngishudi. Unda bo'lsa, ish tamom, vassalam. Chiqinlarga vaqt chiqarib, mush programma qatnashib qolganlarga ko'p rahmat. Inshaalloh ertadan boshlab bir yaxshi xabarlarni anglashga tirishaylik. Xayr, Allohga omonat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun asliman 1 soat deyishib kelsa 1,5 soat atrofida bir ko'ngil izhor qilish deydi, buni debate desak qamlashmag'idek. Chunki hozirgacha mening his qilganimdimi, bular hozir bir yerga kelib mung'shamma ketdiki va shu talash tortish tugamaylar. O talash tortishlarni aniga adamning hammasini beshi og'rib, mening shaxsan beshim og'rib, kallam qo'yib ketgandi. Bugun qanday bo'lmasin, bir shum xabarni anglagandan keyin shuning oldini og'ilib olammi degan orzu umid bilan nim qilsak bir keldik, oxiri bir natija olgan bo'ldik inshaalloh. Bular oldi bilan ikkiga bo'linib ketgan guruhni birga akason Salih bilan Umid ikkinchi va'da qildi. Andan keyin parlament hozir birdan bir parlament raisi bo'lgan Elyor Shamshidinninki parlament guruhidagi adminligi asliga keltirilib, parlament raisi parlament guruhini boshqarsin. Bu birinchi cho'ng qadam, muhim bir qadam. Besilgandan keyin bular shu hammasi birga kelgandan keyin qolgan ishlarni hammamiz aralashishimiz kerak emas.
O mecburiyetimiz yok. Öz işide asta inşallah halkımız kütkendek bir şekilde bir taraf kuvağısı. Ahırda hemen olanın vakit çıkarıp bu programını körüp bergen Allah'a rahmet. Hayır, Allah'a emanet. Çıktın bugün seferge, tirikçilikte yandırıp, kaldı ketken yolunda, ata-anan təlmürüp, gözleriga yaş ilip, süygünün tenha kaldı, onların işirdi, oğul kızım o kaldı. Xudayımğa amanet deb qadamni başladın, aldındaki sebep yolga nazar tashlagin. Bu yollar uzun yollar, bu yolda ölüm to'lar. Atam qachon kino'rda kuchda sabiy bolalar. Şirin uykular, ushbu yollar qo'ynida ketding shumulib ko'zlar, olamdan bo'lding juda. Shum ajal kelib ketdi, dillarni vayron etdi. Kuyimchan ham qadirdan azizlar o'lib ketdi. Acaba musafir bir nişi idemey, ne çırdım derdiler tehiriye gidenmey. Dua kılıp sorayım Allah'ın amanlıkını, yol düşürgen musafir görmesom yamanlıkını. Xudayımğa amanet deb qadamni başladın, aldındaki sebep yolga nazar tashlagin. Bu yollar uzun yollar, bu yolda ölüm to'lar. Atam qachon kino'rda kuchlar sabiy bolalar. Ulu hey Allah, dua kılıp sorayım, yol düşün musafirler, amanlıdan sileyim.